مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مصافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmdan qochib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 7-qism. Abdullah ularning so'rgan savolining mohiyatining nima ishkanligiga hayron bo'lib qoldi. Jahannamga ishonamsiz? Ya'ni do'zax rostli bormi? Dedi notanish kishi. Abdullah butun vujudidan chiqarib jazmiyat bilan javob berdi. Shundoq, albatta bor. So'roqchi Abdullahga ko'zini tikib turib, "Qani ayting-a, undaqda jahannamga kirib chiqqanlar bormi?" "Yo'q, albatta yo'q. Do'zax deydigan bir narsa yo'q, to'g'rimi?" Haqiqatda bu to'qilma so'z bo'lib, ahmoq kishilarni qo'rqitish, yo'q kuch bilan kishilarni boshqarish deyiladi. Texmi to'g'risini aytganda, nodon, sodda kishilarni maymundek o'ynatib, eshakdek ishlatish uchun jahannamni to'qib chiqargansizlar. Abdullah darhol e'tiroz bildirdi. Jahannam kofirlar, zolimlar va xoinlarning jazolanish uchun tayyorlab qo'yilgan egri azobdir, dedi. Mayimxon sotim ikki qo'lini bir-biriga urib chavoq chaldi va dedi: "Afirin sizga Abdullah. Mustahkam e'tiqodingizga qoyil bo'ldik. Xuddi tunugun deganingizdek diningizni himoya qilyapsiz. Siz sobit musulmon bo'ladigan o'xshaysiz." Abdullah hech so'z qilmasdan barcha g'azabida ularga nafratli ko'zlar bilan qaradi. Buni ko'rgan notanish xirildab gap qilishga boshladi. "Hay, bunchalik g'azablanmang. Mayimxonni ko'zingiz bilan o'ldirib atmang yana. O'tinay, u bizga kerak." "Ha, bo'pti, deganingizcha bo'lsin. Siz jahannamga ishonavering. Bizning sizga tutilgan ikkinchi yo'limiz bu ishonchingizni texmi mustahkamlaydi. Bilamsiz, buning qandoq bo'ladiganligini." Abdullah Mayimxonga tikilishni bir nuqtadan uzmadi va gap qilmadi. Notanish ovozini tahdid aralash yuqori ovozda ko'tarib, "Bilamsiz deb so'rayapman", dedi. Abdullah "Bilmayman" deb javob berdi. "Undaqda anglang" deb so'z boshladi Notanish. "Sizga shundoq bir qiynoqni taqdim qilamizki, u qiynoqni ko'rgandan keyin haqiqatan u dunyoda jahannam bor ekan, azobi bek kuchli bo'ladi ekan deb iymoningiz texmi ziyoda bo'ladi", dedi. Ondan Notanish sovuqqina kulib qo'ydi. Keyin ustal ustida doktorlar asboblarni saqlaydigan qutiga o'xshash bir qutini ochdi. Uningda necha xil yig'ma, pichoqlar, qaychilar, amburlar, har xil mixlar, bir o'rma org'amcha va sim bor edi. "Meningcha endi nima ish qiladiganimizning hammasi tushunishli bo'ldi deb qarayman", degunicha ustal qarshisidagi o'rindiqqa ishora qilib, "Qani o'ltiring", dedi. Abdullah o'rindiqda o'ltirdi. Mayimxon stakaniga suv quyib, Abdullahning ichishiga uzatdi va hurmat bilan, "Iching, qusg'ansiz", dedi. Abdullah suvni ichirgan holda ichdi. Abdullahga bu suv nihoyat orombaxsh tuyuldi. Mayimxon bo'shagan stakanni yana to'ldirdi. Abdullah bu suvni ham tugutib ichivetdi. 3-stakanga kelganda ussizlik qo'ndi. Abdullahning bu harakatlaridan so'roqchilar ko'zlarini uzishmadi. Har bir harakatini, ko'z ifodalarini ham kuzatayotgan edi. "Sudek sipoyi bo'ling", dedi Notanish kinoya qilib. Chunki Abdullah suvni ichdi-yu, na suv quyib berguchiga, na boshqasiga rahmat demadi. Faqatla "Alhamdulillah" dedi. Abdullah Notanishning maqsadini tushunmagan bo'lib, ularga nimadir bir narsaga talmurgandek bir holatda qarab turdi. Notanish qopqini turib Abdullahga tikilib,
Endi ishimizga kelayli. Qani hammasini bir boshdan so'zlab bering. Biz astoydil olmaymiz, dedi. Abdullah hayron bo'lib, "Nimani so'zlab beraman?" dedi. "Nemishqa Turkiyadan Urumchiga keldingiz? Sizni kim avatdi? Bu yerga kelishda qandoq maqsad muddaoyingiz bor? Hammasini ayting", dedi notunish. "Har bir so'zingizni o'ylab ondan gap qiling. Bizni aldamang. Yolg'on so'zlasangiz albatta beshingizga balo bo'ladi. Hammani qoldirmay rost so'zlang. O'zingiz uchun mana shular yordam bo'ladi", dedi. Abdullah nihoyat samimiy holda Uyg'ur yoshlarini Yevropada o'qitish plani bo'yicha keldim, dedi. Mayimxon ochiqi bilan Abdullahga keskin ham buyruq talaffuzida: "Bizning ortiqcha vaqtimiz yo'q. Buningdek quruq hikoyani kelajakda navri ko'rib qolsangiz, shularga aytib bering. Qaysi terror tashkilotining buyruqini bajaryapsiz? Biz hammani bilamiz. Faqatla dalillash uchun o'z og'zingizdan anglamoqchimiz. Qani ayting", dedi. Abdullahning mengisi chin qoldi. "Terror tashkiloti? Men hech qanday terror tashkilotini bilmayman", deb javob berdi Abdullah. "To'g'ri, siz terror deb o'ylamaysiz albatta. Siz musulmon birodarlar deb ataysiz", dedi notunish. Abdullah keskin holda: "Siz xatolashdingiz. Mening undaq tashkilotlar bilan aloqam yo'q." Notunish talvilarcha hijaydi: "Otangiz Ibrohim Jarqin Istanbulga borganida kimning uyiga eng burun borganini bilamsiz?" Abdullah ularning 30 yil burungi ishlarini so'rab yurganidan hayron bo'lgan holda: "Bilmayman", dedi. "Hozircha bilmayman deb turavering", dedi notunish. "Otangizning nega borganini biz yaxshi bilamiz. Turkistonlik terrorist, Buyuk Sovet davlatining dushmani, terrorchilarning sardori, Xorug'i Shir Muhammadning uyiga borgan, putiga so'ygan, o'lgicha uning xizmatini qilgan. To'g'rimi? Buni bilasizmi?" Abdullah hayajon ichida notunishning so'zini inkor qilib: "Shir Muhammadbek terrorist emas. U yashangan kesilchan bir musulmon edi xolos", dedi. Notunish nihoyatda yiligarlik bilan kuldi: "Balki hech qanday gunohi yo'q pokiz musulmondir, ha? U Qizil armiya askarlarini, sadoqatman kommunistlarni o'ldirgan qotil. Butun mujohidlarni qo'llab-quvvatlagan. Hatto ular bilan hamkorlashish uchun avval Germaniyada maxsus xizmat elib borgan. Keyin Ixvanul Muslimin terrorchilari bilan aloqa qilgan. Shir Muhammadbek arab davlatlarining Isroilga qarshi urushini qo'llagan. Umar Muxtar haqida doim faxrlanib gap qilgan. Siz va otangiz bo'lsa uning xizmatida bo'lgan. Endi ochiqini aytavering. Shir Muhammadbekning qaysi terrorini amalga oshirish uchun topshiriq oldingiz? Bu yerda kimlar bilan uchrashmoqchisiz?" Abdullah quloqlarida ishonmay dong qetib turib qoldi. Ammo endi u gap qilish kerak edi. "Men sizlarga Shir Muhammadbek haqida rostini aytaman. Gaplarimga ishoning. Zarracha yolg'on aralashtirmayman", dedi jiddiy talaffuzda. "Nihoyat yaxshi. Qani boshlang", dedi notunish. "Haqiqatan biz Turkiyada Shir Muhammadbekning himoyasida edik. Biroq u allaqachon siyosiy va harbiy faoliyatini to'xtatib bo'lgan edi. Putlari ishlamaydi, ko'zi ko'rmaydi. Germanliklar uningga maxsus harakat plani taqdim qilgan, lekin u bu planni qabul qilmagan. Va siz aytgandek Ixvanul Muslimindan ham vakillar kelgan. Shir Muhammadbek xolisa bu harakatga qatnashsa bo'ladi. Biroq u taklifning noto'g'ri ekanligini tushungandan keyin rad qildi. Chunki u bu ishlarda fitna bor deb qaragan. To'g'ri, u Turkistonni Sovet ittifoqidan ayirib olishni xohlaydi. Biroq uningga amaliy harakat qiladiganga imkon bo'lmagan. Men tungan Shir Muhammadbek ibodatgo'y yashangan odam edi xolos. Uningdan hech kimga va biror davlatga, aniqroqi Xitoyga o'xshagan cho'ng bir davlatga ziyon yetishi mumkin emas edi. Abdullah gapini tugatib so'dan ichdi. Uning gapini diqqat bilan anglagan ikki Xitoy bir-biriga nimadir deyishdi. "Abdullah Yarqin", dedi notunish. "Va siz o'z ota bovularingizni bilamsiz?" "Ha", dedi Abdullah. "Otam Ibrohim, bovam Xolid, cho'ng bovam Qilichbek. Uningdan cho'ngi ham Ibrohim", dedi. "Bizni zeriktiryapsiz do'stim", dedi notunish. "Nemishqa faxrlangan holda Xolid Mujohid, Qilichbek Mujohid deb atamaysiz? Bovularingiz bir tamchi qini qolg'uchi buyuk Xitoy davlatiga qarshi urush qilganini yushiryapsiz ya. Ular bosh qo'mondon Yoqubbek, Marshal Alixon To'rining askarlari edi-ku. Acaba bularni bilmayman deb bizni ishontirmoqchimisiz?" "Albatta buni bilaman", dedi Abdullah. "Undaqda nimani yushirmoqchisiz, Abdullah bek?" deb so'radi notunish. "Qo'rqyapsiz ya?" "Yo'q, qo'rqmayman", dedi Abdullah jasorat bilan. Chunki tuyuqsiz Abdullahning ichidagi qo'rqinish g'oyib bo'lgan edi. "Qo'rqmayman. Alhamdulillah.
Boğularım Xitoy mustabidlarga, Xitoy bosqinchilarga qarshi urushdi. Xitoy bosqinchilarining beshini kesdi, yuragini sug'urishdi. Men afsuski, biz yaramsiz avlod bo'ldik. O'z yurtimizdan qochdik. Yovuz dushmanga vatanni qoldirdik. O'z o'lkamizga qadam qo'ya olmayotimiz. O'z diyorimizda qullarga aylandik. İmkanım bo'lsa edi, sizlar o'lgida qo'rqadigan terrorchilar ishida bo'lgan bo'lardim. Men afsus, unda qila olmadim. Abdullah bu gaplarni davetib qizishib ketdi. Yüzü qizirib, buyon tomirlari ko'pdi. Dam qitish navbati so'roqchilarga kelgan edi. Ular bir-birlariga qarab qilishdi. Natunish so'roqchi va Moyimxon ikki Xitoyga xudaksirab tikildi. Ular ochiqdan o'rinlaridan turib ketdi va g'azab bilan menib so'roqxonadan chiqib ketdi. Natunish g'azab bilan Abdullah qaradi. Bek jasur ekansiz, har bir aytgan so'zingiz uchun cheksiz uqubatlar tortisiz. Buni amalga oshirman. İmkoniyat ishiklaringizni bir ömürlük yaptınız Abdullah bek, dedi Moyimxon echingan qiyofatda. O'lguningizcha qamoqdan chiqolmasmikin deb ansirayotiman. Sizga oldin aytib qo'yay. Siz endi qamoqqa emas, haqiqiy so'roqxonaga kirsiz. Bu yerda sizni bizga o'xshash insofli mutaxassislar emas, o'z otasini o'ltirishdan yonmagan jallodlar so'roq qiladi, dedi. Tunji kuni Abdullahni kameraga qandoq urib so'rab elib ketgan bo'lsa, bugunmi xuddi shunday holda qaytirib kelishdi. Kamera ichiga kirib, Abdullahning ko'zi hech narsani farq etmay qoldi. Qorong'uga ko'zi ko'nib bo'lg'ichi kimdir uning qo'rsqog'iga musht bilan urdi. Kimdir beqinaga, kimdir qo'lidan tortib yiqitdi. Abdullah ovozini chiqarishga holi qolmay tugilib qoldi. Beshi, yelkisi, beli, putlari butun badaniga tepiklar yig'ib ketdi. Tayoqlar Abdullah hushini yo'qotguncha davom qildi. Keyin Abdullahning yuziga suv sepilgandan keyin u ko'zini ochdi. Qovurg'isi, peshonasi, beshi har bir so'ngak va har bir bo'g'imi ichishib og'riyotgan edi. Abdullah o'rnidan turishga tirishdi, lekin turolmadi. Quvvati yetmadi. To'psida o'ziga tikilayotgan tovoq yuzlik ikki chiroyni xira ko'rdi. Ularning bir-biriga bu ablahning oz degandimi to'rt qovurg'isi sungan. To'piga ko'tarib elish kerak degan bo'g'oq ovozni uzuk angladi. İki kishi Abdullahni dast ko'tarib karvatning ikkinchi qavatiga yotqizdi. Abdullah to'mir karvatga g'irislab chiqayotgan ovozlar bilan yotqizildi. Bu vaqtda uning quvurg'isining sungan so'ngaklarining qirliq uchlari sanjilgandek bo'lib, chidog'siz og'riqdan engrab ketdi. Engredi-yu, lekin og'zidan sunib tushgan tishlarini ham tutib qilishga madori yetmadi. Abdullah shu yotqancha ko'zlarini yumdi. Ammo uning jini chiqib ketmadi. Balki kun bo'yi davom etgan qaltak uning bor quvvatini tugatgani uchun uyqu besib ketdi. U shundoq uyqu ediki, keyincha Abdullah yorqin uni rahmat uyqusi deb aytib yurdi. Bu hikoyani aytib berish uchun u yana uzoq yo'l yurish kerak. Azob uqubatli yo'l. Abdullah bir kecha kunduz to'liq uxladi. Qamoqxona nazoratchilari uning tortayotgan og'riq azobidan bexabar edi. Tekshirishlarda ham uyg'otib orom berishmadi. Abdullah yerimjon holatda yetib uxlayotdi. Kiyimining tugmasi yulib elinganligi uchun qon oqqan, ko'kargan va qaradigan qo'rsqi echilib qolgan edi. Ko'rgan kishining bu ahvoldan saskanmasligi qiyin edi. Abdullahning yuzi ishib ko'kish tus olgan. Davlari ustida va javg'aylarda qatqan qon parchalari ko'zga chiriqadi. Abdullah ertasi sahar uyg'ondi. Atrofga va kamera tomlariga qaradi. Qayerda ekanligini eslay bir oz turib qolgandan keyin qisqagina vaqtda tunugun bo'lib o'tgan hamma ishlarni esladi. Asta yonpashlab pastga qaradi. Ikki mahbus uxlayotdi. Biri xo'rakni bo'lishiga tortayotdi. Eshik to'psidagi chiroq xira midirlaydi. Abdullah Allohga duo qilish kerakligini biladi. Qo'lini asta ko'tarib, tomga surtib tayammum qildi. Namozga niyat qildi. Qiblaga qarab yotgan peti ikki qo'lini ko'tardi. Keyin qo'lini qo'rsqa ustiga bog'lab, pichirlagan holda sanani o'qidi. Bismillahga kelganda bo'lsa, Abdullahning ko'zlaridan yoshlar teshib ketdi. İçidan yig'i kelkundek bo'lib teshig'i qarab etildi. U faryod selib yig'lashni xohlaydi. Biroq bu imkonsiz edi. Uning butun vujudini titratayotgan iltijo shu edi. Allohim, Allohim, meni o'z holimga tashlab qo'yma. Ey olamlarning Robbisan, o'zingga hamd bo'lsin. Maqtashga faqat sen loyiqsan. Sana ibodat qilaman. Sendan yordam so'rayman. Meni ne'mat ato qilganlarning yo'liga, iymonga hidoyat qil. Adashqanlar, g'azabga uchirganlar yo'lida qilma. Allohim, cho'ng sinoq berdan Robbim. Bu sinoqdan yo'ruq yuz bilan meni chiqar. Oxiratda sana ro'bara turg'inimda yuzimni qor qiladigan xatolardan meni saqla. Allohim,
Sen medet vermesen, sen saklamasan, ne şeytan hilesiga taqobil tura olayman, ne nefsimden g'olib kela olayman. Rabbim, meni zolim zulmidan xalos qil. Salomatlik va amonlik ber. İmanimni salomat qilgin. Rasulun Muhammad sallallohu alayhi va sallamga munosib ummat qil Rabbim. Amin. Birer saat o'tib kamir tekchisidan quyoshning bir tutam nuri kirdi. Gundupaylar sirta uyoq bu yoqqa minib yurib, "Uyg'on!" deb vaqirashga boshladi. Mahbuslar birma-bir turib hojatga chiqishdi, yuyinishdi. Abdullah ham qiynalib turib, to'pidan pastga tushdi. Kiyimlarini selib yuyindi. Keyin o'ziga vaqirab o'tirganlar qarshisiga keldi. Ular 3 kishi edi. Birinchisi Pakar, qishi quyuq oqargan. Durday kalpuk, mangliyining so'l yeni tartuq. İkincisi bo'yi o'tir bo'y, ikki enak so'ngaki ikki tarafdan yong'oqdek poltiyib chiqqan. Yüzlerini çukur baskan, gavdisi tar, beshi va enaki burjakni eski soldi. Üçüncüsü bo'lsa yoshroq yigit, yuzi oq, qosh ko'zi kelishgan, o'zi ham bastlik. Biroq qarashlarida qandoqdir beshafqatlik va behayolik aks etdi. "Menga qara", deb Pakar gap boshladi. "Seni bilamiz, terroristsan. Bizni tunib ol. Meni Haydar killer deyishidi. 57 kishini o'ldirganman. Davlat bor yo'qi 23 ni biladi. Qisqasi men bilan chaqchaqlashma. Gapimni ikki qilma. Bu kamarning egisiman. Mana bu bo'lsa Yiligar. İsmi ham shu, laqami ham shu. Bu olim sariq. Sen meni Haydar aka de. Bularni bo'lsa Yiligar aka, olim aka deb chaqirsan. Kamirning qoidalarini bilib ol", dedi va so'zini davomlashtirdi. "Xudo, payg'ambar deyish mumkin emas. Duo, namoz cheklanadi. Pichirlab duo qilsang yoki ishora bilan namoz o'qisang o'zingdan ko'r. Tahorat elib yurma. Yuzingni ham, og'zingni ham, qo'lingni ham bir marta yuyishga ruxsat. Orqangni qat'iy yuyishga ruxsat yo'q. Qog'ozga aytsan, tomoqni so'l qo'lda yeysan. Duoga qo'l ko'tarsang ikki qo'lingni sundirma. Gapimni tushundingmi?" dedi. Abdullah Haydarning gapini jim angladi. Ochiqida ich-ichidan titrab kesimi o'zini bosdi. Titrakni besib turib dedi: "Hech qanday gapingni tushunmadim." Haydarning ko'zi chaniqidan chiqqudek bo'ldi. "Tushunmadingmi?" Mushtini tugib Abdullahning yuziga urmoqchi edi. Abdullah chaqqonlik bilan qo'rsqog'i tepdi. Haydar o'rinning ichiga bo'klanib kirib tomga urildi. Bundoq ahvol bo'lishini o'ylab boqmagan Yiligar va olim bir oz ajablanib qoldi va Abdullahning ustiga bo'rilardek etildi. Ularga oxirgacha qarshi turish mumkin emas edi. Abdullah yerga yiqildi. Tepik va kaltak avvalqidan 2 hassa ko'paydi. Urvatqanlar holsirab qolishdi. Bu qatim Abdullah hushini yo'qotmadi. Badani qattiq og'risimi tomga esilib o'rib bo'lishga harakat qildi. Haydar qo'rsqini changallab o'ltirdi. Uning hozir Abdullahni o'ltirib etkisi keldi-yu, tepikning zarbisidan o'rnidan tura olmay yotdi. Abdullahning turganligini ko'rib bir oz kuch to'plab olgan Yiligar va olim yana hujumga hozirlandi. Shu payt eshik sharaqlab ochildi va buyruq yangradi. "Hammang sirtqa chiq, tekshirish bor." Abdullah tekshirishga hammadan keyin oqsab chiqdi. Haydar, Yiligar va olimning qatorida sapga turdi. Tekshirishni 6 gundupay o'tkazdi ekan. Ular obsharga itlarni yetilib olgan edi. 2 gundupay obsharga it bilan kamerga kirib ketdi. Gundupaylarning boshlig'i buyurdi: "Hammang kiyimingni sol." Abdullah ko'rdiki, kamerdoshlari birdamda lungidan boshqa hamma kiyimlarni selishdi. Gundupaylar har bir mahbusning ism familiyasini o'qib yo'qlama qildi. Abdullahning nazarida hamma gundupaylar bir xil edi. Ularning hech birida biror xos farqi yo'q. Aslida qamoq ko'rmagan inson uchun dastlabda shundoq tuyuladi. "Qandaq masalalar bor?" deb so'radi bir gundupay. Mahbuslar bir ovozda "Masala yo'q" deyishdi va jo'r bo'lib shundoq voqlashdi. "Buyuk Xitoy olg'a bos, kommunizm olg'a bos" deyishdi. Gundupaylarning boshlig'i mahbuslarga ruxsat berishga oldirmayotgan edi. U har bir mahbusning yalang'och badaniga diqqat bilan nazar soldi. Abdullahning udulida to'xtadi. "Meningcha yangi mahbusimizda masala bor" dedi. Yenidagi tayiqi bilan uning badanini ko'rsatdi. "Bu do'stimizning badanida ko'karmagan joy qolmabdi-ku. Yuzlar ham ishib ketibdi. Bu nima bo'lg'ini?" Abdullah ikkilanib qoldi. Chunki gundupaylar boshlig'i savolni ozroqmi g'amxo'rlikdan emas, mazoq qilish maqsadida berilayotganligi uning chiroyidan, ovoz ohangidan chiqib turadi. Kamerdagilar ustidan shikoyat qilishning nima foydasi? Ularning o'ziga hammasi ayonli. "Yangi mahbus yiqilib tushgan", dedi Haydar. Gundupay boshlig'i Haydarga qaradi. "Yiqilib tushgan?"
mahbusning gapini xuddi ajablangandek takrorladi. Yomon yiqilibdi-da. Qayerga yiqilding hey mahbus? Abdullah birda Gundupayga, birda Haydarga qaradi. Bu o'yindan kayfiyatning buzilayotganligini sezdi. Palampayning tigi yiqilibdi, dedi Haydar. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مصافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmdan qochib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 8-qism. Palampayning tigi yiqilibdi, dedi Haydar. Gundubaylar boshliqi gap boshladi. Ha, mundaqda. Shuning uchun badanida ko'karmagan joyi yo'q demamsan, gapni ochiq qilib. Ammo qamoqxonamizda palampay yo'q. Demak, boshqa joyda yiqilgan. U bu gaplarni aytib, mahbuslarga kamerga qaytishga ruxsat bermoqchi bo'ldi-yu, to'satdan yana bir narsa esiga keldi. Menga qara, yangi mahbus. Qamoqxona qoidalarini bilib oldingmi? Shuarlarni yodladingmi? dedi. Haydar javoban: Albatta hammani to'liq o'rgatamiz. Yaxshi bilib oladi, dedi. Gundubaylar boshliqi: Nihoyat yaxshi, dedi-da Abdullohdan ko'zini uzmay qarab, tahdid porlash ohangida: Hamman kamerga kir, dedi. Kamerning tumiri ishga qulflangandan keyin Haydar o'rnidan turib Abdullohning oldiga keldi va uningga tikilib turib: Ha, Batur, nafaslaring hajab kuchliqqa, dedi. Abdulloh nihoyat jasorat bilan: Senlar bilan ochiq gaplashaman. Qani erkakka o'xshab gaplish baqayli. Nima deysan? Sen bak nocha o'xshamamsan, dedi Haydar. Yo'q, men nocha emas. Ammo meni urman deyishdi ekansan, kafolat bermanki, uchingning birini bu yerda o'tiraman, dedi. Abdullohning ko'zlari qonga to'lib, uning shu turishi hujumga tayyorlangan yilonga o'xshaydi. Senlar maymunga o'xshash to'plashib bir kishiga 3 kishi bo'lib kelishding. Yuzlaringga shundoq urishni ravo ko'rishamsan. Nihoyat aqlliqsan. Shu qadar aqlliq, dedi Haydar. Chunki uningga Abdullohning gapi nechtadek sanjilgan edi. Ha, aqlliqman. Nihoyat aqlliqman, dedi Abdullah. Ahmoq odam o'zini aqlliq chaqlaydi, dedi Yiligar. Ahmoq ko'chada bo'ladi, dedi Haydar Yiligarga. U bir nimalarni o'ylab ulgurgan edi. Shuning uchun Abdullohga xushomad qilib hijorat gap qildi. Bu yerga kelgan ko'pincha yangi mahbuslar qafasdagi mushukdek tipirlaydi. Ularga mush ko'tirish kerak emas. Bir qadim hayva qilib qo'ysang, xizmatingga hozir bo'ladi. Ammo sening yurking bor ekan, jasur ekansan, dedi. Abdullah har vaqt o'zini himoya qilishga va ularning tasaddibiy hujumiga hozir edi. Bir boshqa bir o'lim, dedi Abdullah. Bo'ldi, boshqa gap yo'q.
erkek ekansan, sana tan berdim. Endi sen Kamirning tang huquqliq a'zosi, dedi Haydar. Yiligar va olim Haydarning bu himmatidan hayron bo'lgan holda bir-biriga qarab qo'yishdi. Ondan Haydar Abdullohga: "Sendan bir o'tinishim bor. Cho'qim to'g'ri tushan, bo'lamdi?" "Qanday o'tinish? Oldi bilan degan", dedi Abdullah. "Namozni ishora bilan o'qiysa, chunki qamoqxonada ibodat qilish cheklangan. Saqchilar namoz o'qig'iningni bilib qolsa, shu hamon seni ma'muriyat jazolaydi. Bizni ham ishora bilan ibodat qilasan. Ammo savol so'rab qolsa namoz o'qimadim deb javob berasan. Bo'lmasa seni namoz o'qish tugul o'rningda tura olmas qilib qo'ydi. Bizning kamirdan boshqa joyga o'tsang, gapini anglab qo'ymaydi", deb tushundirdi Haydar. Haydarning ovozi muloyim va samimiy chiqqandek qildi. Abdullah bu o'tinishni qabul qildi. "Yaxshi, endi bir ochiq choy ichayli", dedi Haydar va eshikka bir taraqlatdi. Eshikdagi kichikgina ko'znak echilmadi, ammo eshik echildi. Navbatchi Gundupay ko'rindi va dedi: "Haydar, bu yoqqa chiq." Haydar kamirdoshlarga hozir kelaman degandek qo'lini ko'tarib qo'ydi-da, eshikdan chiqdi. Gundupay uni Gundupaylar boshliqining ishxonasiga elib keldi. "Haydar, yana mahbusga kuching yetmadimi?" dedi Gundupay boshlig'i. Haydar: "O'ltirishga kuchim yetdi, ammo itda qaysar ekan. Eshakdek tepib ketyotdi. Bo'ysundira olmadim. O'zingiz o'ltirib etma, meni buyursin dedingiz. Ruxsat bersangiz tizlantirib o'taman. Biroq u o'lishi mumkin", dedi. "Yo'q, o'ltirma, uning kayfiyati qandaqroq? Bir so'zlagan", deb so'radi Gundupaylar boshlig'i. "Uni qattiq urib, qon qustirib etdim. Ammo u bag'la jasur ekan. Boshqa bir o'lim deydi. Ishora bilan namoz o'qishga ko'ndirdim. Ha, bo'pti. Ata uning so'roqlari bo'ladi. Nihoyatda tezla sotdan nesivasini elib qamoqqa avatildi. U yerda Xudoning kimligini unutdi. Biroq terroristni o'z holiga tashlab qo'ya olmaymiz", dedi Gundupay boshlig'i. "Nima qilishim kerak?" deb so'radi Haydar. "Kechsa uni uxlatmay, behayo hikoyalarga zo'rlaysan. Fahishlar haqida tinimsiz gap qilasan. Aniqini aytganda namoz o'qishni boshlasa ko'proq paranglashinglar. Hammanglar tomoqni so'l qo'lda yeyinglar. Tomokini orqadan ulab chekinglar. Kamirni isqi to'shqizib edinglar. Tomoki chekmagan vaqtinglarda nasivot chekib chukuringlar. U Xudo ko'yiga tushganda so'ygan qizi yoki o'ynashlar haqida savol beringlar", deb yo'l yo'riq berdi Gundupaylar boshlig'i. "Gapimni tushunding ha?" "Albatta tushundim", deb g'ingshidi Haydar. "Bu ishni qamlashtiramiz, lekin tamaka nasivol choy kerak. Uningdan ansirma", dedi Gundupaylar boshlig'i. Tartinmasdan bir yarim xalta tamaka va nasivolni elib Haydarga sundi. "Mana ol bu tamakini. Buni qog'ozga o'rab chekisizlar. Nas ham yetib oshidi. Choyni navbatchidan so'rag'in, deb qo'yaman", dedi Gundupaylar boshlig'i. Xushalliqidan og'zi quluqiga yetgan Haydar "Rahmat boshliq" degach tamaki va nosini elib xonadan chiqdi. Haydar kamirga cho'ng ishli puturganda kerilib kirib, "Mana tamaka va nos degan", deb 2,5 xaltini tamg'i va yerga chinitilgan ustalda qo'ydi. Abdullah zikrda edi. Haydarga e'tibor bermadi. Qaytadan eshik yana echildi va Gundupay chaqirdi. Bu qatim Yiligarni Gundupaylar boshlig'i ishxonasiga keltirdi. Gundupaylar boshlig'i Yiligardan "Kamirda nima gaplar bor?" deb so'radi. Yana kelgan mahbus o'zining deganini qildi. Haydarning uningga kuchi yetmadi. Hatto uningga namoz o'qishga ruxsat berdi, dedi Yiligar norozi bo'lib. "Namozga ruxsat berdi?" Hayron bo'ldi Gundupaylar boshlig'i. "Yana nima gaplar bor? Hammani ayt, qoldirmay", dedi Gundupaylar boshlig'i. "U terroristni nima uchun bizning kamirga elib keldikin? Shuni tushunmadim. U nihoyatda jur'atli ekan", dedi Yiligar. "Uni hech kim akalgani yo'q. Har bir ishning o'z vaqti bor. Senlarga jiddiy topshiriq. Terroristning yig'rig'idek. Uningga yoqmaydigan hamma ishni qil. Urma, tapma, yoqsini yirt. Sana muhim bir gapni aytay. Sen bilan qiladigan ishlarimiz ko'p. Sen davlatga cho'ng xizmatlarni qilyapsan. Shuning uchun oldirma. Bu terrorist oddiy odam emas. U chet el vatandoshi. Shuni uni ortiqcha urma. Faqat ruhiy jihatdan irodasini sundirishimiz kerak. Qonun bilan uni ezimiz. Tushundingmi?" dedi Gundupaylar boshlig'i. Nihoyatda muloyimlik bilan "Tushundim. Rahmat boshliq", deb minnatdorlik bildirdi Yiligar. Keyin Gundupaylar boshlig'i Abdullah Yorqin bilan suhbat o'tkazmoqchi bo'lib, uni ishxonaga chaqirdi. Navbatchi Gundupay Abdullahni yetaklab keldi. Abdullah qo'lini orqasiga qo'yib, eshik oldida Gundupaylar boshlig'iga qarab turib qoldi.
Gundubaylar boshliqqa xuddi ishxonada hech kim yo'qdek qandoqdir bir qog'ozlarni qatr qilib o'qishga boshladi. U shu holatda bir necha daqiqani o'tkazib Abdullohga qaradi. "Mahbus, o'zingizni tanishtiring", dedi. "Ismim Abdulloh", deb ism sharifini aytdi. "Turkiya fuqarosimisiz?" deb so'radi. "Yo'q." "Qayerdan fuqarosiz?" "Turkiya vatandoshiman." "Faxrlanasizmi?" "Albatta." "O'z vataningizga xoinlik qilib qo'yib, qechib ketgachga faxrlanasizda. Boshqa nima ham deyalaysiz?" dedi nafrat bilan Gundubaylar boshlig'i. Abdullohning nihoyat ochiqqa kelgan holda, "Turkiya ham Uyg'ur ham qandosh. Bir og'a bir ini orasida hech qanday xiyonat yo'q. Nihoyat aqlli ekansiz", deb xirinladi Gundubaylar boshlig'i. Bu xirinlash ohangdan vahshiylikning hidi turib turadi. "Siz qamoqxona qoidasini bilamsiz?" "Bilmayman." "Qanday qoida u?" "Gundubaylar boshlig'ining huzurida o'zingizni to'liq tutishingiz shart", dedi Gundubaylar boshlig'i. "Buni menga hech kim aytmadi." "Nihoyat yaxshi, tushuntirib aytishdi. Qanday jinoyat bilan keldingiz?" Abdullohning beshi qotdi. Gundubaylar boshlig'ining Abdullohning butun ahvolidan xabardor ekanligiga uning ishonchi komil edi. Bilib turib so'rash albatta masxara va yerga urish ekanligi aniq. Shundoq bo'lsa-mu, o'zini tutib olib javob berdi. "Mushlash." "Qanday mushlash u?" Gundubaylar boshlig'i hech narsani bilmaydigan qiyofatda so'radi. "Mazlum Uyg'urni qo'g'dab, zolim Xitoyni urdim. Shuning uchun qamashdi. Bu jinoyatingiz uchun necha yil qamoqda yetishingizni bilamsiz?" "Men jinoyat qilmadim. Men advokat talab qilaman." "Advokat?" Hayron bo'ldi Gundubaylar boshlig'i. "Hozir sizlar meni hech bir so'zsiz bir necha kundan buyon tutib turyapsiz. Men darhol uyimga xabar berishim kerak." "Sot?" Gundubaylar boshlig'i bu so'zni umrida birinchi qatam anglayotgandek edi. "Siz bu yerda shaxsiy huquq, qonuniy muomala degandek ishlardan ansirmang mahbus. Biz bunday ishlarni nihoyat mukammal o'rindaymiz. So'roqchilaringiz kelsa qolgan talablaringizni aytasiz", dedi Gundubaylar boshlig'i. "Men bu yerda na qonunni, na huquqni ko'rmadim", dedi Abdulloh. "Mahbus, bu yerda ko'rganlaringizdan ko'pini sirtda ko'rmaysiz. Hayotingizda ko'rmaganlaringizdan ko'pini bu yerda ko'rasiz. Endi kamerangizga bering-da, so'roqchilaringizni kuting. Qo'lga ilinganim haqida oilamga xabar berishingizni talab qilaman", dedi Abdulloh. "Siz bu hayotda talab va orzularsiz yashashni tezdan o'rganib olasiz, mahbus. Sizga bak foydali maslahatim beraman. So'zlarimni o'ng quloqingiz bilan ham, so'l quloqingiz bilan ham anglang. Ikki quvurg'a orasidagi laxta go'shni ko'p ishlatmang. Bu yerning tartibiga bo'ysuning. Isyon qilmang, tortishmang. Bo'lmasa halok bo'lasiz. Bu yerda men degan polvonlar yer tishlaydi. Aytgan har bir gapingiz, qilgan har bir ishingiz beshingizga shundoq balolarni keltiradiki, tug'ilguningizga pushaymon qilasiz. Duolaringiz shu qamoq tomlari ichida qoladi. Bu jinoyatingiz bilan tirik yashayotganingizga hayron qilaman. Shu holda siz nihoyat xavf ostida turyapsiz", dedi Gundubaylar boshlig'i. Abdulloh Gundubaylar boshlig'ining tahdidlaridan kulgisi keldi. Qasdan kulmoqchi edi, kulolmadi. "Meni qo'rqitmang. Biz qo'rqitmaymiz. İşlerimizni ko'rib o'zingiz qo'rqisiz. Endi kamerangizga bering." Abdullohni bir oy ichida hech kim yo'qlamadi. Bir oy uning uchun nihoyat uzun va qiyin o'tdi. Kamerdoshlarning behayo gaplaridan ko'ngli oynadi. Mana shunday buzuq gaplar ichidan chiqayotgan odamlar Abdullohning ko'ziga shu qadar razil ko'rinishga boshladiki, ularga na amr ma'ruf, na nahiy munkar qaror qilmasligini bildi. Abdullohga bundoq shallab, fasod fikrlik va axloqsiz kimsalar bilan bir havodan nafas olish jahannam azobi tuyuldi. Shubhisizki bu kishilarning qo'lidan har qanday balo, rezillik va pastkash ishlar kelishga ko'zi yetgan edi. Abdullohning andisi oilasida edi. Otasi va onasi nima ahvolga tushdikin? Agar uzoq yo'lga qamalib ketsa, ayolining holi nima bo'larkin? Taqdirning yaxshisi ham, yomoni ham Allohdandir, deydi xiyolan o'ziga o'zi Abdulloh. Allohdan keladigan har qanday qadar ishiga rozi bo'lish bandaning adabidir. Allohim, menga yaxshilikni yo'lla. Meni noshukrlarning sibidan aylama Rabbim. Iymonimni salomat qil. Agar sen yordam bermasang, mening holim voy. Allohim, gunohlarim ko'p. Meni kechir va beshimdan bu mushkulotni ko'targin, degan nidolar bilan Abdulloh har vaqt duoda edi. Bir oy ichida Abdullohning badanidagi kaltak izlari tamoman yo'qoldi. Buni Gundubaylar boshlig'i har kuni tekshirdi. Yoshlarning axloqsiz suhbatlari
axloqsiz savollari uning ichini siqsa, yana bir tarafdan yan kamerlardan asr vaqtidan toki yarim kechagacha davom etadigan nolib faryodlar uning qalbini eziyotgan edi. Arada olimni elib ketib, o'rniga yoshroq yigitni elib kelishdi. Bu balaning yashi 22 edi. U birsini pichoqlab qo'yibdi. Yolg'iz jimmida o'ltiradi. Haydar bilan Yilgar uning ustidan kulishdi. Hammasiga eshak aybdor deb hukm qildi Yilgar. Keyin u balani kamerdan elib ketdi. Ondan o'rniga uning yeshidagi bir yigitni qamadi. U hamrohlar bilan 60 yoshli qarining uyiga o'g'irlikqa kiribdi. Ular qarini uyida yo'q deb o'ylashibdi. Afsus uyda bor ekan. Ular uyga o'g'irlikqa kirganda qari uyg'onib qopti. Shuning bilan bu balalar qarining beshiga guldan bilan urib o'ldiribdi. Haydar uning o'tmishini anglagandan keyin "Bo'ldi, ansirma" deb tasalli berdi. "Men birinchi qatim 16 yoshimda odam o'ldirganman. Qorniga pichoq sanjig'anman. Qamalish masalasida tajribam eshib ketdi. Qo'rqadigan yeri yo'q. Qamoq biz uchun uy deb maqtandi" Yilgar. "Ko'chaga chiqsam uydan haydalgan odamdek his qilaman. Sana ham bu joy yiqib qoladi" dedi Haydar. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubashrasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن صلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 9-qism. Keyin u balani kamerdan elib ketdi. Ondan o'rniga uning yeshidagi bir yigitni akirdi. U hamrohlari bilan 60 yoshli qarining uyiga o'g'irlikqa kiribdi. Ular qarining uyida yo'q deb o'ylashibdi. Afsus, uyda bor ekan. Ular uyga o'g'irlikqa kirganda qari uyg'onib qopti. Shuning bilan bu balalar qarining beshiga guldan bilan urib o'ldirib etibdi. Haydar uning hikoyasini anglagandan keyin "Bo'ldi, ansirma. Bu qanchalik ishdi. Bunchalik ishlarga unchalik qayg'urib ketma" deb tasalli berdi. Ondan o'zining o'tmishini so'zlab, "Men birinchi qatim 16 yoshimda bir odamning qorniga pichoq tiqib odam o'ldirgan edim. Turmaga qamalish ishida tajribam nihoyat ko'p. Bu yerning qo'rqadigan yeri yo'q. Hozir qamoqxona biz uchun uy. Ko'chaga chiqsam o'zimni uydan haydalgan odamdek his qilaman. Senmi bu yerga tezlik ko'nib qolasan" dedi Haydar. Yigit bu gaplardan qo'rqib ketdi. "Advokatlarim bor. Muddatni qisqartib berdi. Tezda chiqib ketaman. Qamoqdan chiqsam halol yashayman." Yilgar uning so'zlarini masxara qilgan asosda xirildab kuldi. Haydar o'ngdisiga yetib qornini changallab kuldi. "Sen dahi qamoqxonaga kirmabsan. Bu dunyoga kelmabsan. İnsanda bo'lsin, sana yana 5-10 jinoyatni qo'yishidi. Hammasi qo'shilib ishlaring texmi tas bo'ladi. Texi bu ahmoqning advokatlari kesilib bo'lgan uy muddatini qisqartib berarmish." Yigitning rangi oqarib gap qilolmay qoldi. Abdullah burunqidaklar birmi suhbatga aralashmay o'ltiradi. 2 kundan keyin yigitni asr vaqti bilan soqchiga chaqirishdi.
Yigit kamerdan chiqib ketgandan keyin u endi tugashdi. Ya to'yg'ichi kaltak yeydi, ya hamma jinoyatni bo'yniga oladi, deb so'z boshladi hiylagar. Bu vaqtning o'zidami odatdagiga o'xshashla nola faryodlar chiqib, qamoqxona tomlariga urilib, ustiga o'rlayotdi. Abdullah chiqayotgan ovozdan qaysi faryodning u yigitga tava ekanligini bilmoqchi va xiyolan uningga ham dard bo'lmoqchi edi. Vaqt xuttimdan oshdi. Uxlash buyruqi berildi. Shu vaqtda kamerning eshigi ochildi va yigitni ichiga ittirib akirishdi. U o'milab kirdi-yu, beton yerda yetib qoldi. "Hey, tura olamsan?" dedi Haydar yotgan joyida yonboshlab turg'unicha. Abdullah to'pidan tushdi. Hiylagar o'z o'rnini yigitga berib turishni qaror qildi. Ular birlashib uni karvatda yotqizdi. Yigitning putlari Hiylagar o'z o'rnini yigitga berib turishni qaror qildi. Ular birlashib uni karvatda yotqizdi. Yigitning putlari og'ir darajada ishib qonga minib ketgan edi. Uning qizitmasi o'rlab, hushini yo'qotgan bo'lib, "Bo'ldi, urmang, hammani tan olaman, urmang!" deb yig'lamsirab jo'ylikdi. Abdullah ustundagi o'rniga chiqib yotmoqchi bo'ldi-yu, uyqusi qochdi. Uning ruhi sunib qalbi ummidsizlanib, ko'zlari kulishni unutgan edi. Atsi yigit o'rnidan qiynalgan holda turdi. Tekshirishlardan keyin Haydar uni gapga tutdi. "Ha, so'roqda nima bo'ldi?" deb so'radi. U qayg'urgan holda, "Menga yo'shirgan jinoyatlaringning hammani aytqin deyishyotdi" dedi. Yigitning ruhi tushib, na kurashga, na o'zini himoya qilishga kuchi va ishonchi qolmagani aniq edi. "Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma" deb tasalli berdi hiylagar. "Yo'shirganlaring bo'lsa aytaver, o'zingga yaxshi bo'ladi." Yigit qo'rqqan holda, "Ammo mening boshqa jinoyatim yo'q. Shu sheriklarimga agishib u uyga kirgan edim" dedi. "Uning boshqa oson yo'li bor." "Uning boshqa oson yo'li bor" dedi Haydar. "Xohlasan sana aytman, kaltak yeb yurmaysan." Yigit bir oz ruhlangandek bo'lib, "Qanday yo'l deb bersingiz?" deb so'radi. Haydar, "Bu qatim so'roqqa chiqqan vaqtingda soqchiga aka, qaysi jinoyatlarni ustimga olay? Qandaqla qog'oz bo'lsa qo'l qo'yay. Meni endi urmang degan. Agar shunday qilsang barliq tayoqdan qutuluysan" dedi. "Nemishqa undaq deyman? Bu yolg'on bo'ladi-ku" dedi yigit ko'zlarini parqirtib. "Bu dunyoda nima rost, dunyoda hamma narsa yolg'on fikr" dedi Haydar. "Shunday qilsang ko'p foyda topsan. Kaltak to'xtaydi bu bir. Iqror bo'lganing uchun ozroq uy kesidi bu ishga. Advokatlaringdan ham umid kutma. Sen o'zingga faqat o'zing yordam beralaysan. Bu 3" dedi Haydar. Yigit o'ylanib turib qoldi. Ertasi kuni uni yana chaqirdi. Bu qatim chiroylari ochilib, qaytib kirgan edi. "Soqchi gapimda xursand bo'lib, erkak ekansan deb beshimni siladi. Men har qanday qog'oz bo'lsa qo'l qo'yman" dedi yigit. Qisqa vaqt ichida yigit Haydar va hiylagar bilan chiqishib ketdi. O'zi tamok chekatgan, ulardan tamokini qog'ozga o'rashni va nos chekishni o'rganib oldi. Nihoya hikoyalar uni bak maftun qildi. Abdullah bu ahvollarning chorasiz guvohchisiga aylangan edi. İblis hilesining bu qadar ko'p ekanligini ko'rib, o'zi uchun to'xtamay istig'for aytadi. Kunlar shu tariqada o'tib, bir oy o'tib ketdi. Bir kuni Abdullahni rasmiy soqchiga chaqirdi. U yerda ikki odam bo'lib, ularning biri: "Men sizga mas'ul soqchi. Bu kishi advokatingiz." Advokat uchuq chehra bilan qo'l uzatib Abdullahga salom berdi. "Ismim Tublikbek. Sizning oqlug'ichingiz. Mening haqqimni davlat ko'taradi." "Shundoq." Advokat to'g'ri aytdi. "Davlatimiz sudda va soqchixonada adolat va qonun bo'lishini xohlaydi. Siz chet ellik ekansiz. Advokatga pul berolmaysiz. Shuning uchun Tublikbek davlatning hisobidan haq elib sizni oqlaydi. Endi savol so'roqni boshlasak bo'ladi" dedi soqchi. Ha, albatta" dedi advokat. "Qani men oqlamoqchi bo'lgan mahbus Abdullah Yarqinga qo'yilayotgan ayblarni bizga tunishtiring." "Siz Abdullah Yarqin Xitoy fuqarosini sababsiz urdi, qasddan odam zaxmlantirdi deb ayblandingiz. Endi oqlash uchun siz bilan tafsiliy ahvollar haqida suhbatlashamiz" deb
gap boshladi so'roqchi. Abdullah o'ziga qo'yilayotgan ayblar ichidan siyosiy jinoyatning yo'qligini bilib, ixtiyorsiz xotirjam bo'lgandek bo'ldi. Go'yo u Xitoyni sababsiz urmaganligini tushundirsa, ozod bo'lib ketadigandak his qildi. Kutilmagan qayg'u insonning kichikkin nurga talpingandek talpindirdi. Ammo bu nur emas, eriyotgan muz bo'suchu. So'roqchi Abdullahdan bir qancha savollarni so'radi. Hayron qolarliqi so'roq yarim soatda tugadi. So'roqchi Abdullahga qog'oz va qalam tutqizib, "Abdullah, mana bu qog'ozga menga aytganlaringizni tafsiliy yozing. Muhim nuqtalarga diqqat qiling." Abdullah advokatiga savol nazarida qaradi. "Shundoq, qonunda tushuntirish xati yoziladi", deb tushuntirdi advokat. "Unutmang Abdullah bek, u xat jinoiy ishning yuragi hisoblanadi." "Tushundim", dedi Abdullah va "Bismillah" deb yozishga kirishdi. Ichida duo o'qidi. Abdullah o'qigan bu duo Taha surasining 25-26 oyatidir. Bu duoni Musa alayhissalom Fir'avn huzuriga Allohning buyrug'ini ijro qilish, tavhidni yetkazish uchun mangan vaqtda o'qigan edi. Rabbim, qalbimni kengri qilgin, ishimni oson qil. Ularning so'zimni tushunishi uchun tilimdagi kekashlikni ko'tarib o'tgin. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy orqali Musa alayhissalomga xotirjamlik qissasini bildirdi. Musa alayhissalomga o'rgatgan buyuk duoni o'rgatdi. Bu duo qiyinchilik oldida turgan har bir mu'min uchun Allohga yolvorish, uningdan yordam so'rashning eng to'g'ri, eng ishonchli yo'li bo'lib qoldi. Ondan Abdullah bo'lib o'tgan voqealarni bayon qilishga boshlagan shu duoni qalbida Allohga aytdi. Abdullah so'roqchining ta'limiga asosan dastlab o'zini tunishtirdi. Saxta guvohlik bermaydiganligini aytdi. Keyin voqeani bayon qildi. Voqea bek qisqa edi. Tafsiliy yozishga imkon bo'lmadi. Bir Uyg'urni bir Xitoy urdi. Men mazlumga yordam qildim xolos. So'roqchi tafsilotlarni qisqacha ma'lum qildi. Da'vogar guvohchilar bilan yuzlashtirishni ta'kidladi. İmza qo'yish ishlari tugagandan keyin saqchi hujjatlarni yig'ishtirib bo'lib, Abdullah bilan advokatni ishxonada qo'yib chiqib ketdi. "Advokat", dedi Abdullah, "sizga bir telefon nomerini yozib beray. Ota-onamga telefon qilib ahvolni deb. Ular mendan ansirab qolmasin. O'g'lingiz uzun qolmay qaytadi o'da. Telefon qilib qo'ying. Bo'lamdi", dedi. "Bo'ladi. Albatta shundoq deyman", dedi advokat ko'z aynigini qo'l yog'lig'i bilan aytib. "Mana bu varaqqa nomerni yozing", dedi. Abdullah kameraga qaytib o'z o'rniga chiqib o'tirdi. Bak charchig'ini his qildi. Sheriklari Haydar va Hiligar nimishqakin o'zgarib qolgan edi. Ular Abdullahga ko'p e'tibor bermadi. Hatto boshqa vaqtdagidek "Kaldammi" debmi qo'ymadi. Ularning suhbat mavzularida o'zgarish bor edi. Haydar yosh kamerdashga kichik deb laqab qo'ydi. Haqiqatan uning bo'yi, yeshi ham kichik edi. U Haydar va Hiligarning gapidan chiqmaydi. Haydar uningga bak g'amxo'rlik qiladi. Qamoq hayotidagi qahramonliklar, o'g'irlikning sirlari va mahoratlaridan bak ko'p so'zlab beradi. Qamoqxona, tutilish, so'roqning diqqat qilishga tegishli joylarini o'rgatdi. Kichikning nazarida Haydar eng aqlli odamga aylandi. Hiligarning birdan bir muhim ishi Haydarni tasdiqlash edi. Abdullahning bu davr odami emasligi dastlabdan ma'lum bo'lgan. U kamerdagilarning hech qanday suhbatlariga aralashmagan edi. Abdullah so'roqqa ketgan vaqtda Haydar Gundupoylar boshlig'ining qo'lidan tuvandagidek topshiriqlarni oldi. Turmalarda jinoyatchilar ikki bo'lakka ayrilgan edi. Terrorchi va jinoyatchi. Terrorchilar asosiy jihatdan ikki xil bo'ladi: yavash va asabiy. Yavash terrorchilar qoida tuzumga qattiq rioya qiladi. Turma faoliyatlarida nihoyat aktiv. Turma ishlab chiqarishida jinini berib ishlaydi. Namoz va ibodatdan oshkor voz kechgan bo'ladi. Ularning eng namunalari Gundupoylar bilan hamkorlashidir va ochiq kufr yoki shirk bilan dindan yuz o'rganlar. Yavashlar uchun xili kengchiliklar bor. Buning tafsilotlarini keyingi boblarda Alloh nisb qilsa kitobxonlar bilib oladi. Asabiy terrorchilar bo'lsa, qamoqda odam qatoridan chiqarib ketilgan jinoyatchilardir. Ularni Gundupoylar va boshqalar hayvondak, hatto hasharat kabi ko'radi. Hasharat bo'lganda ham ko'proq sevarak deb o'ylashadi. Chunki ular asabiy terrorist. Ularning asabiyligining birinchi belgisi Gundupoylar bilan hamkorlashmaydi.
Bu yerde men bilan do'st bo'lmasang, dushmanimsan degan qoida ishlaydi. Asabiylar tamaka, nos chekmaydi, hol aytmaydi, dindan ham chiqmaydi, hamisha xotirjam yuriydi, jafodan qochmaydi. Faqat eng xavfli ishlari ular bir-biri uchun gaplashidi, bir-biriga qayg'urishidi, bir burda nonni tang yeydi. Asta-asta pichirlab, ima ishorat bilan namoz o'qiydi, Qur'on qiroat qiladi. Bir nuqtaga tikilib qoldimi, qandaqdir zikr bilan mashg'ul bo'lgan bo'ladi. Jinoyatchilar va yo'voshlarning turma hayotidagi eng muhim vazifasi iniqob esab, ömrünün mazmuni asabiylarning har daqiqasini gundupaylarga doklad qilishdir. Har bir asabiy bilan birga sulangan yo'vosh terrorist jinoyatchilar bor. Ular o'zlari nishon qilgan asabiy terrorchilarning uyqudagi xo'rigi, yal chiqargandagi ovoz, cho'ng tarat vaqti, necha minut shunga o'xshagan inchki ma'lumotlarni ko'ngil xotirasida saqlab, gundupaylarni buningdan xabarlantirishi shart. Bu ular uchun eng muhim vazifa. Jinoyatchilarning hammasi gundupaylar bilan hamkorlikda yashaydi. Yashaydi deymiz. Chunki hayotlari shundoq o'tadi. Bu hamkorlik mahkumlar hayotining ichki ishlari. Gundupayni xabardor qilib turishdir. Bu ishni jinoyatchilar ya ochiq ya pinhon bajarishadi. Ochiq bajarguvchilar hammaga ayon. Pinhon faoliyatdagilar bo'lsa noma'lum. Asabiy terrorchilar siyosiy va islomchi degan ikki sinfga ayriladi. Ularga belgilangan kundalik maxsus jazolar haqida bizga qahramonlarimiz so'zlashadi. Biz bo'lsak eng og'ir azob islomchilar deb ayta olamiz. Shu sababli barcha yotoqlarda islomiy so'zi mudahish jaranglaydi. İnsoniy azoblanishning barliq turi shu so'zga singdirilgan. Islom terroristlar tarafi vabodek dahshatli edi. Har bir jinoyatchi ular haqidagi afsonalarni anglaydi va ularni shubhasiz tuvan ko'radi va xorlaydi. Xorlashning eng yumshoq shakli oddiygina so'kishdir. Haydar gundupaylar boshliqining kamirda islomchilar haqida gap qilishi hamda Abdullohni ayirib qo'yish haqida buyruq olgan edi. Shuning uchun Haydar Abdullohdan avvalroq kamirga qaytib, uning uchun eng kerakli olamshumul bir ishni bilib olgandek e'lon qildi. Ana u Abdulloh islomchi ekan. Kichik bu so'zlarning tigi tahdini tushunmaydi. Shuning uchun Hiligar bo'lsa go'yo ajablanib, qattiq qo'rqib ketgandek o'rnidan sakrab ketdi. "Yo'qay, undaq emas-da. Voy, uning turqiga qarab odam debdiman, ha? Hayvon ekan-ku, cho'shqa ekan-ku, to'ng'uz, maymun", dedi Hiligar. Kichik Hiligarning bu mutaassirligidan cho'chib ketib oldirab so'radi. Haydar kichikka bak ma'noli qaradi. "Bilmasang o'zingga yaxshi", deb xursindi. "Nimaga undaq deysiz?" deb astoydil kuyingan qiyofatda so'radi Hiligar. "Balo bilib olsin, kim bilan o'ltirganligini, atrofida kimlar bor, hammasini bilib olsin." Haydar g'amga petib javob berishga ulgurmayla Abdullah kelib qoldi. Hech kim uningga salom bermadi. Bir og'iz so'zmi qilmadi. Bir ozdan keyin Haydar tumir stakonga ochiq choy damladi. Choy damyab rangi chiqquncha gazetga tamaki urdi. Tamakini yiqib ikki qatim ichiga cho'nqur tortib, Abdullah tarafga sizilmas tutunini puvladi. Tamakini bo'lsa Hiligarga berdi. Hiligar tamakini tortib kichikka tutqazdi. Kichik bir xil faxrlanish bilan tamakini elib, ehtirom ko'rsatib, xuddi Haydar va Hiligarga o'xshash qilib tutunni ichiga tortdi. Choyni bir oz tindirib Haydarning o'zi o'tladi. Orqasidan tamakini tortdi va ko'zini yumib huzurlangan holda "Ah", dedi. Undan keyin Hiligar va kichik ham ochiq choydan ichishdi. "Sana desam kichik, Haydar salmoqliq bilan men 4-qatimqi turma hayotimni Rossiyada o'tkazganman. Tumsiq degan yerda bir qamoqxona bor. Bak esil u qamoqxona. Qaradora, nesha, haroq qizlar hammasi bor. Gundupaylar jinoyatchilardan qo'rqadi. Jinoyatchilarning kattisini Roschilab, Bratoxa deyishadi. Bratoxa o'g'ridan kelgan buyruqlarni bajaradi. Bratoxada gap yo'q. U yerda jinoyatchilarni mujik deyishadi. Qamoqda hamma narsa mujiklar uchun. Girif, tiflata. Voy, sizlar bu gaplarni nereden tushunasizlar? Bizning qamoqlar undaq emas. Tomistiki qamoqni qara deyishadi. Chunki Bratoxa qaraydi. Bilmaysan-da, ha, tushundiraman desam, chechim oqirib ketadi. Xolos, mana ochiq choyni Tomiskda chifir deyishadi. Chifirning ma'nosi choy falsafasi, aql manbasi degani.
Haydar gap qilsa kichik uningga lol bo'lib tikilib o'tiradi. Hilgar bo'lsa Haydarning bu hikoya bilan hech qanday aloqasining yo'qligini yaxshi biladi. Chunki Haydar hech qachon Tomskga bormagan. U ham qaysidir kazobdan bu hikoyani anglab yodlab olgan. U bu hikoyadan yangi qamalganlarni aldash uchun foydalanadi. Ha, shundoq deb Haydarni ma'qulladi hiliga. Qachonmi bu yerdagi qamoqxonlar shundoq bo'larkin? Yo'q, bu bek qiyin, dedi qayg'u bilan Haydar. Chunki buningga islomchilar aybkor, dedi Haydar orqadillar. Abdullah hech qachon islomiy so'zni mahbusning og'zidan anglamagan edi. Hozir uning so'zlaridan seskinib, yer tigidan Haydarga qaradi. Haydar buni sezdi. Abdullahni bearam qila olganligidan ichida bek xo'sh bo'ldi. Lekin yana chandurmasdan so'zini davom qildi. Islomchilar davlatning dushmani, xalq xoini, dedi u ovozga jiddiy tus berib. Ular biz Uyg'urlarni ko'ra olmaydi. Buyuk Xitoyga qarshi kurash qilib davlatni parchalashni xohlaydi. Islomchilar odammi? Deb so'radi kichik. Bu savolni shundoq so'radiki, Haydar bilan hiylagar kulkidan o'zlarini aram to'xtatishdi. Odam albatta, o'zimizning Uyg'urlari ular, deb javob berdi Haydar. Faqat teshi odam, kichik hayvon, vahshiy odamxo'r, qonxo'r. Yoqay, dedi ko'zlarini cho'ng ichib kichik. U va Haydar o'zlarining odam o'ldirib qamoqxonaga tushganligini unutgandi. Go'yo islomchilar ularning nazarida odamxo'r, jinoyatchi qotillar, o'zlari bo'lsa qanotsiz farishtalardek. Ularni qattiq qiynashidi. Chunki ular shu qiynoqlarga loyiq, dedi ishonch bilan Haydar. Va yana hayajon bilan gap qilishga kirishib ketdi. U shundoq gap qildiki, hech qachon bundoq huzurlanib gap qilmagan edi. İslamchilarni azoblash soqchixonada boshlandi. Ularning jipi bek uzun. Birini qo'lga olsam, ming tal sherigi chiqadi. Soqchixonada ularni urishidi. Yelim xalta ko'rgizishidi. Avval qo'lidan, keyin oyog'idan esib kaltak deshidi. Beshidan ossa ham bo'ladi. Agar sheriklarini aytmasa, jinoyatini bo'yniga olmasa, ikki futining orasidagini qattiq yip bilan bog'lashidi. U yipni bo'lsa, kaltak qilib, orqasiga kishanlangan qo'lining barmoqlariga ulashidi. Qani keyin jinoyatiga iqror bo'lmasin-chu, iqror bo'ladi. Onasini imib yotgan paytidan boshlab oxirgi nafsigacha bo'lgan har daqiqani eslab soqchiga saraydi. Yana bir yo'li ularning orqasiga yelim tayoq tiqishdi. Yoki Gondubay tayoqqa ochiq qalampur yoki yopishqoq yelim surib qo'ysa, dod deydi-da, soqchixonada ularning quvurg'ilari, tutqo'llari, burun boshlarining yerilishi tabiiy. Eng yaxshi qiynash degan ana shundoq bo'ladi. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyatda ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن صلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 10-qism. Abdullah bu gaplarni anglab nafsi siqilib, qo'llari titrashga boshladi. Haydar bo'lsa hayajon bilan so'zini davom qilyotdi. Islomchilarni bir tarafdan soqchida, bir tarafdan yig'iverish o'rni yoki kamerda qiynashidi, deb gazet partiyasiga qaytadan tamaki o'rashga boshladi. Kamerdagi jinoyatchilarmi ularni tepib dastlab urishidi.
hojatxonani tozlig'ini soladi, qoch-quchilarni yuydi, yig'ib olish o'rnida bo'lsa eng ig'ir ishlarni qiladi. Xish to'shish, tosh parchalash, oq chiqish, ranglik bo'yoq tayyorlash, beton quyish degandek. Ularga har kuni yoki har haftada bir qancha qatimliq alohida tayyorlangan kaltaklar tegib turdi. Ularning paranglashishi beshini ko'tarib osmonga yoki yon tarafga qarashi mumkin emas. Ularga yolg'iz o'ltirishlar belgilangan. Agar bu maymunlar sabta yonma-yon o'ltirib qolsa bo'ldi, qoniga melinib yig'laydi. Chunki islomchilar shunga loyiq. Ular xalq dushmani, kommunizmga xiyonat qilganlar. Xudo Allah deb odamlarning ideyasini zaharlaydi. Eng yomoni ana shu maymunlar sababli bizning mahkumlar qamoqxonada azoblanmoqda. Hozir yig'ib olish o'rinlarida 1 million mahkum saqlangan. 500 mingi islomchi bo'lsa, qolgan 500 mingi gunohsiz o'ltiribdi. Chunki islomchilarni boshqarish uchun bizga o'xshash tarbiyalik odamlar kerak. Shuning uchun ko'chada gundupaylar har oyda 20 odamni tutib kelish shart. Ular shunday qilishga majbur. Bu gaplar deyilayotganda Abdullah Haydarning har bir ig'iz gapi uchun uni bo'g'ib o'ldirishga tayyor turadi. Biroq u ichidan bir xil g'amga cho'kdi. Hamda o'zini bu g'amdan chiqara olmayotdi. Sahih hadisda aytilishicha, bir necha ming yillar ilgari bir voqea sodir bo'lgan ekan. Bu voqea payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan ilgari yuz bergan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlab berishicha, qadimda bir podshohning sehrigari bor bo'lib, u nihoyat qiyirishgan. Bir kuni sehrigar podshohga o'zining qirib kuchdan qolganligini va o'zining bir shogird tarbiyalamoqchi bo'lganligini aytib mundaq debdi: "Hukmdorim, men kuchimdan qoldim. Bir yoshni menga bering. Men uningga sehr ilmini o'rgatib qo'yay. Men o'lsam xizmatingizda qiladi" deb so'rabdi. Padişahning amri bilan bir yosh bolani sehrigarga shogirdlikka beribdi. Sehr shundoq ilmki, uni osmondan Bobil shahriga tushgan ikki farishta insonlarga o'rgatgan. Farishtalarning ismi Harut va Marut edi. Ular sehr ilmini o'rgatishdan avval bu bir cho'ng gunoh. Uni o'rganish, sehr qilish kufrlikdir. Bizning ishimiz fitna qilishdan iborat deyishatdi. Biroq kofir insonlar sehrni o'rganaverdi. Allohga kufr keltirishdan qo'rqmadi. Ular sehrning vositasi bilan asosan xotinlarni bir-biridan suvutib, ajrashtirdi. Allohning ism sifati bilan sehr orqali ziyon zahmat yetkazdi. Maqsadlari odamlar ustidan hukmdor bo'lish edi. Bundaq voqealar Sulaymon alayhissalomning davrida sodir bo'lgan. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga barcha deva, jinlarni bo'ysundirib berib, sehrgarlarning naqadar ojiz ekanligini insonlarga ochiq oshkor ko'rsatib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin qalbi kufr sababi bilan quluplanganlar sehr bilan mashg'ul bo'ladi. Ba'zi kofir podshohlar bo'lsa maxsus sehrgarlardan foydalanadi. Hadis sharifda aytilayotgan hikoyada shuningga o'xshash bir kofir podshohning sehrgari haqida so'zlanyapti. Sehrgarning shogirdi har kuni darsga berib kelib yurdi. Bir kuni yo'lda bir rohibga uchrab qoldi. Rohib mu'min kishi edi. U bolaga Allohning dinini, tavhidni o'rgatishga boshladi. Bola sehrgar bilan rohibdan bir xil usulda ilm eliverdi. Bir kuni bola rohibning suhbatida uzunroq o'ltirib qoldi. Sehrgar "Nimishga kechikib qolding?" deb so'radi. Bola javob bermadi. Sehrgarning ochiqqa kelgan holda bolani urdi. Ertasi bo'lganda bola bo'lgan voqeani rohibga aytib berdi. Rohib, ko'nglingni yerim qilma. Yana kechikib qolsang sehrgarga uyimda hayol bo'lib qoldim degan. Ota-onang nimishga kech qolding deb so'rasa, sehrgarning huzurida uzun qoldim degan dedi. Shu tariqada bola sehr bilan tavhidni bir vaqtda uzoq vaqt o'rgandi. U bu ishki yo'lning qaysi birisining haq yo'l ekanligi ustida bosh qotiradi. Bola tavhid yoki sehr yo'lining birisidan yenish ekanligini tushunib yetgan edi. Ana shundoq ziddiyat ichida yurgan vaqtda uningga bu ikkisidan birini tanlashga yordam beradigan voqeadan birisi yuz berdi. Chunki bu vaqtda shahar ko'chalaridan birini cho'ng bir maxluq to'sib olgan edi. Bu maxluqni ba'zilar o'kuz deysa, ba'zi odamlar maxluqdan qo'rqib ko'chadan o'tolmay ketishayotgan edi. O'sha paytda bola darsga ketib o'tib, u maxluqqa uchrab qoldi. Shundaqla bola o'z qalbida ozroqmi qo'rqinchining yo'qligini his qildi. Shuning bilan u yerdan kichikkina toshdan birini oldida Allohga duo qilib: "Allohim, menga haqni ko'rsat. Rohib yoki sehrgarning qaysisining to'g'ri yo'lda ekanligini menga namoyon qil. Agar rohibning yo'li to'g'ri bo'lsa, shu maxluq yo'lni bo'shatsin.
va bu yerni tark etsin dedi de toshni maxluqqa otdi. Maxluq ojizlab kuchini bo'shatdi. Ondan asta minib shaharning sirtiga chiqib ketdi. Balaning bu ishi butun shaharga yeyilib ketdi va kishilar uning yeniga har xil dardlar bilan kelishga boshladi. Kimlardir uchragan pishkalchiliklar bilan kelsa, ba'zilari kasal bilan, yana ba'zilari bo'lsa qarg'u yoki gaz holi bilan keladi. Bola ularni Allohning nomi bilan davolaydi. Rohib balaning yeniga kelib, "Ey shogirdim, ilm jihatda sen mendan eshib ketding. Nihoyat yuqori martabalarga erishding. Ammo endi beshingga ko'p sinoqlar va balo musibatlar kelishi mumkin. Sen hech kimga mening ismimni aytmagin" deb ta'kidladi. Yurt podshohining bir qirindishining ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. Uningga bola haqida xabarlar yetib keldi. Podshoning qirindishi balaning oldiga kelib, "Sendan o'tinay, mening ko'zimni davolab saqayt qiyin" dedi. Bola uningga, "Undaq bo'lsa sen olamlarning yakka yagona Robbisi, shirki, o'xshi va tangtushi bo'lmagan har ishning egasi Allohga iymon keltir. Shundoq qilsang seni davolay olayman" dedi. Ko'r odam darhol iymon etdi. Koinotning butun boyligini yolg'iz Alloh yaratganini va insonlarning Allohning yo'lida menishining shart ekanligiga iymon keltirdi. Bola bo'lsa Allohning yordami bilan uni davoladi. Podshoh ko'r bo'lgan qirindishining ko'zlarining qayta ko'rayotganligidan xabar topdi. Uni chaqirib bu ishni kim qilganligini so'radi. Qirindishi aytishni xohlamadi. Biroq qiyin qistoqlardan qo'rqib, "Meni bir yosh bolaning Robbisi davoladi" deb sirini aytib qo'ydi. Podshoh bolani huzuriga chaqirdi. "Sen nihoyat kuchli sehrgar bo'lib yetishibsan" dedi. Bola, "Bu sehr emas, bu Allohning marhamati. Kasalni beradiganmi va saqaytadiganmi Allohdir" dedi. Podshohga bu gaplar yoqmadi. Dari g'azab bilan "Men sening Robbingman, Allohdan voz kech" dedi. Bola, "Yo'q, sen degan oddiy bir banda. Alloh bo'lsa butun dunyoning yakka yagona Robbisidir. Uning shirki yo'q" deb javob berdi. Podshoh bolani qo'yib o'z qirindishiga yuzlandi. "Senmi shu bolaning Robbiga iymon keltirdingmi?" dedi. "Shundoq" dedi qirindishi. "Tizdan bu dindan qayt. Bo'lmasa seni o'ltiraman" dedi podshoh g'azab bilan. Biroq podshohning qirindishi dindan qaytmadi. Podshoh jallodlarga buyruq tushirib, uni parchalashni aytdi. Jallodlar uni parchalab bir necha bo'lakka bo'lib tashladi. Hamma taraf qonga milandi. Podshoh yana bolaga qarab, "Sana Alloh haqida kim gap qildi?" deb so'radi. Bola aytmayman dedi. Podshoh bolani qiynadi. Bola bo'lsa bu qiyin qistoqlikka chiday olmay rohibning ismini aytib qo'ydi. Podshoh rohibni darhol Sariyaga keltirdi. Podshoh ham uningga dindan qaytishni buyurdi. Rohib bo'lsa Allohdan boshqa iloh yo'q dedi. Podshohning buyrug'i bilan uni ham qiynashdi va parchalab o'ldirishdi. Yerda rohibning qoniga milinib parchalangan badan sumaklari turibdi. Podshoh bolaga, "Ko'rdingmi? Sen ham diningdan qaytmasang uning ahvoliga tushsan" dedi. Bola, "Allohdan boshqa iloh yo'q" dedi. Podshoh qattiq g'azablandi va u bolani dindan yondirishni maqsad qildi. Chunki butun mamlakatga bolaning nomi tarqalib, Allohni tunayotganlar ko'payayotgan edi. Podshohning nazarida bolani o'ldirishdan ko'ra qo'rqitib o'ziga bo'ysundirish to'g'ri edi. Shuning uchun u askarlardan bir qanchisini chaqirib ularga, "Bolani taqqa elib chiqinglar. Yaxshi gap so'z qilinglar. Unimisa qo'rqitinglar. Dinidan yasin. Bakching turib olsa taq cho'qqisidan pastga yumilib tashlab etinglar" deb buyruq tushirdi. Podshohning buyrug'i bilan askarlar bolani cho'qqiga elib chiqdi. Uningga yaxshi gap so'zlar bilan nasihat qildi. Ba'zida ochiqlab urdi. "Ey bola, podshoh bilan o'ynashma. U bek qudratlik. Sen sehrgar sifatida uning xizmatida bo'l. Hayoting xotirjam, qo'llaring uzun yashaysan. Yo'lingdan qayt. Kallangdan bundoq vasvasani chiqarib tashla. Bo'lmasa seni jiningdan judo qilamiz" deyishdi. Bola ularga olamlarning egasi yakka yagona Allohdir. Faqat Robbimni ibodatga loyiq. Uningga iymon keltirsanglar sizlarmi nijot topsizlar dedi. Podshohning askarlari g'azablanib bolani tashlab o'tish uchun tog' cho'qqisidan pastga sangilatdi. Bola, "Allohim, ularga o'zing xohlagan narsa bilan kifoya qil" deb duo qildi. Duo ijobat bo'lib cho'qqi larziga kelib tavrashga boshladi. Tavrashning qattiqligidan barcha zolim askarlar tog'dan tushib ketdi. Bola bo'lsa hayot qoldi va sog' salomat podshohning huzuriga keldi. Buni ko'rgan xalq hayron has bo'lishib, bolaning Robbi bo'lgan Allohga iymon keltirishga boshladi. Podshoh bolani tirik holda ko'rib cho'chidi
va darg'azabdan o'ltirolmay qoldi. U yana bir guruh askarlarga buyruq qilib, bu balani kemaga selib, dengizning o'tirisiga opirib, chiroyli tushuntirib nasihat qilinglar. Agar dinidan qaytmasa dengizga cho'ktirib etinglar dedi. Askarlar kema dengizning o'tirig'iga kelganda balaning qo'l putlarini bog'lashdi. Dengizga tashlashga tayyorlandi va "Ey bala, podshohga bo'ysunib Robbingdan voz kech. Podshohning ulug'lig'in. Shu chaqda u seni mukofotlaydi. Yer yuzida shon sharafga erishsan, davlatman bo'lasan. Unda qilmasang seni mushu peti dengizga otamiz. Lahangning oshqozoniga hazm bo'lasan" deyishdi. Bala xotirjam holda ularga shundoq javob qildi: "Ey odamlar, tövbe qilinglar. Yolg'iz iloh butun olamning Robbisi Allohga iymon keltiringlar va uningga taslim bo'linglar. Bo'lmasa sizlar va zolim podshohinglar jahannamda yonasizlar." Askarlar balani ko'tarib dengizga tashlashga tayyorlandi. Bala bo'lsa, "Allohim, ularga o'zing xohlagan narsa bilan kifoya qil" deb duo qildi. Dengizdan to'lqin ko'tarildi. Shamol chiqib, to'lqinlar kemani shundoq ko'tardiki, baladan boshqa hammasi dengizga tushib, nahangning og'ziga kirib ketdi. Balaning bo'lsa, bog'loqli qo'l putlari yeshilib ketdi. U kema bilan qirg'oqqa chiqdi va kofir podshohning oldiga bordi. Balani ko'rgan podshohning toqati toq bo'lgan edi. U vazirlarga buyruq tushirib, mamlakatidagi butun xalqni cho'ng bir maydonga yig'di. Balani egiz bir turikka mahkam bog'ladi. "Ey xalq", dedi podshoh, "mana bu nankor balaga sehr ilmini o'rgatishni men buyurgan. Bu bo'lsa qandoqdir rohibdan ta'lim oldi. Rohibning shu gunohi uchun jinidan judo qildim. Endi navbat bu balaga keldi. Kim uningga ergashgan bo'lsa, aqlini yig'ib olsin. Bo'lmasa hammanglarning holi shulardek bo'ladi" dedi. Podshoh shundoq deb balaga yuzlandi va "Ey ahmoq bola, mening ulug' ekanligimni tan ol. Shuningda sana hayotlik beraman" dedi. Bala kuldi va "Ey nodon podshoh, sendan ustun ham sendan qudratli podshohlar bor edi. Hammasi o'ldi. Kofirlar Allohning qahriga uchraydi. Sen ham ulardan bo'lma. Allohga iymon keltir va taslim bo'l" deb vaqirdi. Podshoh bu vaqirishga chidolmay o'zi balaga o'qyadan o'q atdi. O'q nishonga tegdi, lekin bala o'lmadi. Kofir hukmdor yana bir necha tal o'q atdi. U ham balaga tegib sanjilgan bo'lsa-mu, og'ritmagan edi. Bala podshohga aytdi: "Ey podshoh, sana o'zimni o'ltirishning yo'lini o'rgatib qo'yay. O'qni balaning Robbisi Allohning nomi bilan deb menga otqin" dedi. Podshoh xalqning oldida aytqinini qilolmagani uchun sharmanda bo'layotgan edi. Shuning uchun g'azabdan ko'ziga hech narsa ko'rinmadi. O'q yog'i o'q soldi va balaning Robbisi Allohning nomi bilan deb vaqirab o'qni qo'yiverdi. O'q balaning yuziga sanjildi. Uning yuzlari qonga melandi. U bar kuchini yig'ib, "Allohdan boshqa hech iloh yo'q" dedi va jon berdi. Podshoh shu vaqtda nima qilib qo'yganini tushundi. Minglab odamlar balaning haq yo'lda ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rib, bu karomatdan keyin tushunib Allohga iymon keltirdi. Podshoh bo'lsa askarlarga butun xalqni qurshovga elishni buyruq qildi va cho'ng chaqlarni ko'p o'tin bilan to'ldirib 3 kun o't yoqqizdi. Keyin qo'shiniga yana buyruq qilib, Allohga iymon keltirganlarga aytqin, dillaridan qaytsin. Bo'lmasa ular chaqqa bog'lanib, o'tda kuyib kul bo'lib ketadi dedi. Iymon keltirganlardan hech kim kofir podshohning amriga itoat qilmadi. Askarlar ularni o't kuyayotgan chaqqa so'rab itirib bog'lashga boshladi. Xalq ichida bovoq ko'tirgan bir ayol farzandini qutqizish uchun o'tdan qochmoqchi bo'lganda, bovoqi zuvonga kirib, "Jinim ona, qo'rqmang, siz haq ustida" dedi. Mu'minlarni chaqda ko'ydirilayotgan paytda o't Allohga iltijo qildi. "Allohim, kofirlar haddidan eshib ketdi. Iymonidan boshqa gunohi bo'lmagan mu'min qullaringni ko'ydirishni hargiz xohlamayman. Ularni o'z oliy dargohingga ko'tirgin." Bu cho'ng hajmli qissaning mazmunini Imom Muslim rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadislardan tepish mumkin. Alloh sura Burujning 4 va 9 oyatlarida bu voqea haqida shundoq bayon qilgan: "Chaq egilariga la'nat bo'lsin. U chaqning yiqilg'usi o'tdir. Kofirlar aşı o't yalqulluq chaq atrofida o'ltiribdi. Ular iymon egilariga qandoq zulm qilgan bo'lsa, shu ishlarga o'zlari guvohdir.
u kofirlarning mu'minlardan topgan ayıpları şu bo'ldiki, mu'minlar izzat va hamda egisi bo'lgan yolg'iz Allohga iymon keltirgan edi. Allah osmon zaminning podshohligi faqat uningga xos bo'lgan zotdir va Alloh har bir narsaga guvohdir. Abdullah yorqin kamirda o'ltirib Haydar va hiylagardan musulmonlar ustidan qilinayotgan zulmlar haqida anglab titrashga boshlagan edi. Bu titrash qandaqdir qo'rqishdan emas, iymon egalariga bo'layotgan nohaqchilikdan bo'lgan edi. Biroq uningda Allohim, ularni o'zing xohlagan narsalar bilan kifoya qil deb duo qilishdan boshqa chorasi yo'q edi. Abdullah shundoq deb duo qildi. U hali ham bu duoni ko'p zikr qiladi. Biz yuqorida bu muborak duoning tarixini sizlarga so'zlab berdik. Endi yana Abdullahning qamoqdagi hayoti haqida hikoyamizni davom qilamiz. 2 kundan keyin so'roqchi Abdullahni chaqirdi. Advokat Tubligmo ham shu yerda ekan. Mana sizning ishingiz deb so'roqchi qilin va qora xotirni Abdullahga tutqizdi. Buni tafsili o'qing va kerakli joylarni imzolang dedi. Abdullah o'z jinoiy qilmishi yozilgan xatni tafsili o'qishga boshladi. U tushuntirish xatida yozib bergan hamma narsa xotirlangan ekan. Oldingi qatimgi so'roq tafsilotimi ujur-bujurgacha so'roq xotirasiga yozilgan va har bir varaqning eng ostiga, har bir xatning boshlanish yeniga, so'roqchining har bir savoliga bergan javobidan keyin tasdiq imzosini qo'yilgan ekan. Yarim soat ichida Abdullah imzolashni tugatdi. Endi advokat qo'l qo'yishga boshladi. Abdullah ishlarning shu qadar sirliq ketayotganidan ichida gumon qildi. Abdullah bu adolat orqasida albatta qandaqdir bir zalolatning borligiga nemishqidir ichidan ishonatdi. Advokat ishlarni tugatguncha so'roqchi e'lon qildi. Zaxmlanguchi Jungo xalq fuqarosini va guvohchi Samsoq Sodir o'g'lonni ichiga elib kirdilar. Ichiga Abdullah urgan Xitoy avval kirdi. U xuddi dadasining uyiga kirganda kirilib kirdi. So'roqchi o'rnidan turib uni kutib oldi. O'ltirishi uchun o'rindiq ko'rsatib, Xitoychalab alohida mulozimat qildi. Bo'ynini qisqanicha Xitoydan tayoq yegan xizmatchimi shu yerga kirib keldi. Abdullah xizmatchiga diqqat qildi. U bak uruq, nimjon va kasalchan ekanligi bilinib turadi. So'roqchi Xitoy uning bilan bir oz paranglashgandan keyin Abdullahga dedi: "Abdullah bek, siz uni sababsizla uribsiz." "Yo'q, u oldi bilan mana bu yigitni urdi-ku. Men bir mazlumga yordam qildim xolos. Mana bu oldingizda o'ltirgan ayblanguchi. Uni bekordan qarg'ularcha qattiq dumbalaganlikning rostligiga o'z ixtiyoringiz bilan guvohchi bo'lib tasdiqlamsiz." Samsoq sig'ir o'g'li birdam so'roqchiga va Xitoyga, birdam Abdullahga ko'z yugurtdi. Ovozi bo'g'iq holda: "Ha, tasdiqlayman." "Qandoqsiga? Sababsizlar?" Hayron bo'ldi Abdullah. "U Xitoy sizni urgan edi-ku. Men bo'lsam yordam qildim-ku." Xizmatchi jim bo'lib qoldi. Bilinar bilinmas pichirladi. "Meni hech kim urmadi. Siz uningga sababsizla tajovuz qildingiz." "Tajovuz?" Abdullah quloqlariga ishonmay qoldi va o'rnidan chachrab turib: "Hey, noinsof, nemishqa yolg'on gap qilasan? Nima sababdan menga tuhmat qilasan?" مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi.
Türkiyədə İslami bilimlərini alğandan keyin Şərqi Türkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qisloqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubashrasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 11 qism. Oldimayotman. Tuhmatmi qilmayotman. Samsoq g'amkinlik bilan titirgan ovozda gap qildi. Siz bu boshliqimizni nima ish qilgan haqoratladingiz, urdingiz. Bularni men ko'rdim. Hozir shuning uchun guvohlik beryapman. Abdullah ochiqdan yerilib ketgudek bo'ldi. Lekin u bu ishlarni tushungan edi. Hay bechora, deb g'amkin qaradi xizmatchiga. Sen menga tuhmat qilsang, u dushmanlar senga mehr shafqat qilarmi? Agar bilsang, sening ishchilik qadring yo'q ular uchun. Men tuhmat qilmadim yoki oldimidim, dedi xizmatchi. Yo'qol, dedi uningga Abdullah. Ayıplanguchi guvohchining so'zlariga ta'sir yetkazmang, deb ogohlantirdi so'roqchi va da'vogarga chiqib ketish uchun ruxsat berdi. Abdullah bo'lsa ochiqda edi. Ularning isbotlari rasmiylashtirildi. Ishni sudga o'tkazman. Qonun oldida gunohingiz uchun javob berasiz, dedi so'roqchi. Bo'ldi qilsangiz-chi. Abdullahning ovozi ensiz va qattiq chiqdi. Qaysi qonunni da'vatsiz? Sizmi shu qonuningizning ishlamaydiganligini yaxshi bilasiz. Sizga yana bir yangilik bor. Abdullahning gapiga pisand qilmadi so'roqchi. Ustingizdan shikoyat keldi. Rahbarlik sizning bu jinoyat ishingizni menga topshirdi. Bu nihoyat og'ir turdagi va nihoyat xavfli jinoyat turi ekan. Buningga og'ir so'roq va cho'ng sud ijiladi. Sizlar tuhmat qilishdan harmaydi ekansizlar. Yana qandoq o'yin o'ynayapsizlar? Tishlarini kirishtirib, ochiqida gap qildi Abdullah. So'roqqa haq tortilyapsiz. Adolatlik davlatimizning tuzumlarini haqoratlab qilgan har bir ig'iz gapingizni jinoyatingizga qo'shaman. Jinoyatingizni ig'irlashtirib yetadi, dedi so'roqchi. Mundaqda, deb kuldi Abdullah. Ajoyib ish. Haq gapni qilsang so'roqqa haq tortilgan bo'lasan. Sizlarga qoyil bo'ldim. Abdullah Yarqin, anglang, dedi so'roqchi qo'lidagi qog'ozga tikilib turib. Siz Turkiya vatandoshi turib Jungo xalq hukumatiga fitna ig'vo o'rlashtirish, davlatning yuzini to'kish, Xitoy fuqarolari orasida davlatga ishonchsizlik uyg'otquchi tuhmatxo'r o'ydirmalarni tarqatish, davlat tartibi buzish maqsadidagi ta'lim-tarbiya niqobi ostida kirib, faoliyat yurgizganligingiz uchun ayblanasiz, dedi. Abdullah o'zini kulishdan to'xtata olmay qoldi. Qandaq ahmoqona bo'xtonlar bu, janobi so'roqchi. Urumchiga kelishimdan 24 soat o'tmayla qamoqqa tiqilgan tursam. Qandaq ahmoqona bo'xtonlar bu, janobi so'roqchi. Urumchiga kelishimdan 24 soat o'tmayla qamoqqa tiqdinglar. Qandaq qilib faoliyat yurgizaman? Biz ichimizdan to'qib gap qilmaymiz, dedi so'roqchi do'q qilgan ohangda. Davlat fuqarosi Mayimxon Sotimga aeroplan stansiyasidan mehmonxonaga kelguncha faşizmce ve teröristçe g'oyalarni singdirishga urindingiz. Ana shu xatarlik harakatiniz to'plashgan xarakterlik davlat parchalashni o'rinlashtirish yo'lidagi faoliyat hisoblanadi. Lekin vatanparvar fuqarolarimiz sizning quturatqo'lig'ingizning ta'siriga uchramadi. Fitna ig'volaringizga aldanmadi. O'z vaqtida tegishli tashkilotlarga xabar qildi. Ana endi shu fitnalaringizning sababi bilan og'ir so'roqqa tortilasiz, dedi. Abdullah hayron edi. Bu hiyla mekinning ustunligi uni hang-tang qoldirdi. Endi menga hiyla ishlayotsizlar, shundoq-ku, dedi so'roqchiga. Bilib qo'yinglar, Alloh sizlarga shundoq hiyla qiludiki, ko'z oldingizda nima bo'layotganini bilolmay qolasiz. Abdullah bek, dedi gapga aralashmay jim o'tirgan Toblibek gap qo'shib. Bunda qiziqqonlik qilmang, ishlarni qiyinlashtirmang. Agar ayblashda xatolik ko'rilsa, qonun bo'yicha qayta so'roqqa tortilasiz, dedi. Sizmi qonun da'vatamsiz? Ko'ryapman qonunlaringlarni. Shundoq mukammal ishlayotadi. Zahardek gap qildi Abdullah. Sudda bu gaplaringiz uchun jazo olasiz, dedi so'roqchi so'qqonlik bilan. Sizga savol. Sizni Jungoga kim avatgan? G'oyiviy himoyachingiz kim?
iqtisodiy ta'minotchingizning ismi nima? Men bu masalada birmi savolingizga javob bermayman, dedi Abdullah. So'roqqa moslashing, o'zingizga oson bo'ladi. Ogohlantirdi so'roqchi. Osonlashtiradiganmi, qiyinlashtiradiganmi bir Allohdir, dedi Abdullah. So'roqchining ko'zidan birdilla o'tlar chaqnadi. Menga qara mahbus, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Bu qamoqning jahannam ekanligini ko'rdingmi? Sana hech kim chiqila olmayotdi. Nima uchunligini bilamsan? Chunki yuqoridan buyruq tushdi. Buning burnimi qanim so'n deb. Undaq bo'lmagan bo'lsa, uningni chiqara olmayding. Allah qachon kindikingdan boshlab qorningni yerib ichiga beshingni o'rab qo'ygan bo'latdim. Shuningdan keyin ibodat qilib o'ltiratding, dedi so'roqchi og'zidan tukruk chachirtib. Undimiginim uchun beshimga chiqyapsan. Oz deganda 15 yil olasan. Kim deganda 15 yil. Yig'ilishda haddingni bildirib qo'yishidi, dedi. Advokat Toblibek so'roqchining bu muomalasidan rangi oqarib nafas ololmay qoldi. Abdullah turishini buzmadi va so'roqchiga temkinlik bilan dedi. Abdi bashiringizni oshkorladingiz. Afirin. Ko'z bo'yamchilik bilan o'ylab topgan qonunlarni o'zingizcha menga pesh qilishlaringizchi. Mayimxonni shikoyat qilish yuzidan ayt desimi, bir og'iz so'zni demayman. Hech narsami yozmayman. Bak mardkansizda Abdullah bek. To'satdan g'odaydi so'roqchi. Shundoq bir jinoyatlarni ustingizga ortamanki, iqror qilmasangizmi bemalol turmaga kirib ketasiz. Qo'lingizdan kelganini qiling, janobi so'roqchi. Abdullah shundoq deb o'rnidan turdi. Gondopaylarga ayting, kamerga olib qo'ysin. So'roqchi sirtga chiqib ketdi. Toblibekning ovozi bo'g'iq, yelingan holda. Abdullah bek, so'roqchidan kechirim so'rang. O'zingizga qiyinchilik tug'dirma, dedi. Ansirman. Hasbiyallohu va ni'mal vakil, dedi Abdullah qat'iy pozitsiya bilan. Siz ota-onamga telefon qildingizmi? Menga shuni aytib bering. Toblibek javob berishga ulgurmayla ikki Gondopay kirdi va Abdullahning qo'lini qayirib elib mangdi. Abdullah o'z kameraga emas, palampaylar orqali yer ostiga, nam qorong'u g'uva chiroq yo'riqining tushayotganligini ko'rib oqirdi. Meni qayerga elib ketyapsizlar? Qo'yib ber, deb silkindi. Yer ostida uzun ketgan, og'ir ko'rinmaydigan ikki g'uloj kenglikda keladigan yo'l bo'likiga tushdi. Simonat tomlarni o'michik to'rlari qoplagan, dimoqqa achchiq qilib qon yiring, sisiq nijosatning orlash puroqlari urilatdi. Hamma tarafdan ingragan ovozlar anglanadi. "Sening tiling bak uzun ekan", dedi Gondopaydan biri. Tili uzunlar bilan yaqindan tanishib olgan. Ikkinchi Gondopay pichirladi. Birinchi to'mir eshikning oldida to'xtadi va yo'l bo'ligining oldi tarafida Gondopaylar kiyimini kiyib olgan egiz bo'yliq bir gavda ularning oldiga keldi. "Kimni keltirdinglar? Yangisimi?" deb so'radi bo'sh ovozda. "Ha, yangisi. Yangi kelinchakka o'xshash nozi bor", dedi boyatin pichirlagan Gondopay. Abdullah bu gapni anglab bir silkindi. "Buningga hamma kameralarni birma-bir ko'rishdan og'a", deb yana bir Gondopayga topshirdi va u kelgusidagi makoni bilan yaqindan tanishib olsin, dedi-da Abdullahning orqa yoqasidan dast ko'tarib oldi. Abdullah bo'g'ilib yo'taldi. Cho'ngi uni so'rab elib birinchi to'mir eshik oldiga keldi. Eshikni tutqichidan surib ochdi. "Ishkirga qara mahbus", dedi qo'l chiroq bilan yuritib. Ishida ikki yalang'och mahbus ikki tarafdagi tamog'i qo'lidan esib qo'yilgan ekan. Ularning o'ri turishga hech madori qolmagandek qiladi. Bilaklarini tumir halqalarga qisib qo'yilgan. Ular o'ruqlab faqat bir teri bir ustixon bo'lib, quvurg'ilari ko'rinib qolgan. Choch va soqollari uzun bo'lib o'sgan. Hatto butun badallarini yorib besib yirangdagan. Maydalari qurib bosgan edi. Bütün kamerning tomlari yerlar maynatlashib qasmoq bosgan. Har yerda odam nijosatlari, kamerga kichikkina bir yo'riqliq tushkidek yer yo'q edi. Abdullahning dimig'i echishib, ko'zlaridan taramlab yosh eqiyotdi. "Ko'rdingmi?" dedi cho'ngi pichirlab. Abdullahning ko'zidan etilayotgan yosh qo'rqishdan desak insofsizlik bo'ladi. Chunki u hozir qo'rqishni unutgan edi.
U odam zotini bundoq miskin va xorlangan holda ko'rib ko'z yoshini to'kishdan o'zini to'xtatolmagan edi. Uning ustiga o'z taqdirdishing va dindishingning bo'lganligi. Onunğa bu azoblar faqat iymonliq bo'lganligi uchun selinganligi. Cho'ng Gundupay Abdullohning bo'ynidan tutqancha kamarga tiqdi. "Ko'rdingmi?" dedi yana. Abdullohning nazarida bu cho'ng Gundupay deviga o'xshaydigan bo'lib, u devining lug'atida boshqa so'z yo'q. Uning tabiati shundoq, baribir. Deva tumur eshiklarni ichib yepish, kunda bir qatim tomoq tarqatish, odam qiynash, qiynab o'ldirishni mukammal biladi xolos. Menga faqat buyruq bilan ishlaydi. Uningda fikr mavjud emas. Abdulloh zanjir bilan bog'langan mahkumlarga tikildi. O'ng tarafdagisi gap qilayotgandek tuyuldi. Shu hamon Abdullohning butun vujudi quloqqa aylangan edi. U zanjir bilan bog'liqlik odamning quyuq soqol orasida ko'rinmay qolgan lavlaridan. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning roziligini ko'zlab jinini pido qiladi. Alloh bandalariga to'liq marhamatlikdir degan nidoni anglab ulgurgan edi. Bu Baqara surasining 207-oyati edi. Deva Abdullohni keyingi kamarga ittirib apardi. Abdullohning putiga sanoqsiz ushliq mixlar qattiq sanjildi. Hatto butun badaniga qattiq sanjilayotganligini sezib orqaga qarab yondi. Yondi-yu og'riqdan yangrab joyida turib qoldi. Kamarning puliga tiqqa o'xshash uchini to'piga qaratib uzun mixlarni mixlab qo'ygan ekan. Mixlarning ustida midirlashqa yoki jim turib qilishqa bo'lmaydi. Badanning har qanday yerga sanjiladi. İnsanның qenini eqitib qansirab o'lishi mumkin. Abdullah harakatsiz qoldi. U midirlagan siri yaralari ko'payib, og'riyotganligini his qilyotdi. Hozir uning kallasida jinini saqlab qilishdan boshqa xiyol yo'q edi. Bu xiyol Alloh yaratgan har bir jonga berilgan ne'matning ato qilgan tuyg'usining mahsulidir. Taxminan 1 daqiqa tishini tishlab turib, og'zini yumgan Abdullah og'riqlarning bezilganligini sezdi. Asta ko'zini ochdi. Qorong'ulikqa cho'mib ketgan bu kamarning tomlariga bir parcha taxtayni o'rindiq sifatida mahkam qilib o'rinlashtirgan. Ashu taxtayning ustida 3 kishi tamg'i vujudini ching chaplab turib o'ltiradi. Chunki ular yerga putlarini qo'ysa, tiniga mix sanjiladi. "Birodar", dedi o'ltirganlardan biri. Uning ovozi bo'g'iq, ojiz edi. Gadan chashlar bo'lsa o'sib, yelkisiga tushgan. Saqili yuzini qaplagan. Uchisidagi kiyimlar yirtilib, titma-titma bo'lib ketgan. Badanidagi yarlar bo'lsa, qorong'u ichidimi ko'ziga ko'rinib turadi. "Asta o'rningizdan turing, yenimizga keling. Bo'lmasa qansirab ketasiz." Abdullah kayniga qaradi-da, u yon tarafga mengishga intildi. Ikkinchi odam maslahat berdi. "Bundoq asta surilsangiz jiningiz og'riydi. Kuchingiz yetsa amal barcha bir kuch bilan ittik harakat qilib yenimizga keling." Abdullah maslahatga ma'qul deb o'rnidan turib 2 qadam bilan tamg'a keldi. Bir qarash bilan taxta ustiga nihoyat tez chiqib o'ltirganligiga o'zimi ishonmay qoldi. Biroq beqillari, ko'krak qismi, pachoqlari, hatto butun badanining hamma yeridan qon tomchiyotdi. Og'riqning qattiqligidan ko'zlarini yumdi. Tishini tishlab o'ltirdi. Nafsini ichiga yutdi. Uning og'riqi ozaygandek bo'ldi. "Allohning o'zi yordam beradi, birodar", dedi o'ltirganlardan biri. "Istig'for ayting." Abdullah beshini langshitdi. Uningda gap qilishga mador yo'q edi. Ikkinchi mahkummu past ovozda so'zlashga boshladi. Qiziqi ularning ovozi nihoyat bo'g'iq, nihoyat jarangsiz bo'lsa-mu, yanada umid va ishonch bilan chiqyotdi. "Başdagi kunlarda bak siqilasiz. Tizini quchoqlab turib, keyin ko'nib ketasiz. Kunlarning qanday o'tib ketganligini bilmay qolasiz. Tashbaqa beshini ichiga tiqib olganda jimib ketasiz. Zerikmaysiz. Sababi qalbingizdagi ortiqcha narsalar kun o'tgancha asdan chiqib ketadi. Qalbingiz bo'shaydi. Dunyo tashvishlari o'ladi. Iymon va ne'mat qalbida qoladi. Yodlagan so'zlaringiz, zikrlaringizni takrorlaysiz. Shuning bilan aman topsiz. Halovatga erishsiz." Abdullah suhbatdishining fikrini anglab, qandoqdir ruhlanib qoldi.
Amaliyotda ularga beradigan biror savoli yoki aytadigan biror so'zi yo'q edi. Faqat ma'qullab beshini langshitib qo'ydi. Shu asnoda tumur eshik ochilib, deva ko'rindi. "Ha, yangi!" dedi u hurkirab. "Chiqdas, chiq! Chiqavering. Alloh yordamchingiz bo'lsin", dedi o'ltirganlar. Abdullah tishini tishlab turib, ikki qadam bilan eshikka yetdi. Yetdi-yu yerga yiqildi. "Joylashib oldingmi?" dedi deva. "Hayron bo'layotgansa, texe bu yerda sarguzashtlarning ko'p bo'ladi. Hayron qolma." Deva Abdullahni so'rab, keyingi tumuri eshikning oldiga keldi. Qapqoqni tushirdi. Kamirning udulidagi tamg'a cho'ng it bog'langan edi. Abdullah texe isini yig'ib bo'lolmay turibla Gundubay uni kamirga ittirib kirgizibdi. It g'oljirlashgan peti kelib shiddat bilan Abdullahga itildi. Itning ikki oldi puti Abdullahning yelkasiga tushdi. Mag'dursiz bo'lganligi uchun u yerga yiqildi. Kimdir Abdullahning o'ng qo'lidan tutib qattiq tortdi. Abdullahni itning ostidan sug'urib oldi. Abdullah o'zini tamning bo'long'ida ko'rdi. Yana kimdir turardi. U odamning yuzi aniq ko'rinmadi. Ko'rishma ham imkonsiz edi. It Abdullahni tishlash uchun intilayotgan edi. Deva eshikdan bo'layotgan ko'rinishlarni zavq bilan tomosha qilyotdi. Mahbus itning ostida shunchalik tepishakladiki, u har qatimda bu tomoshadan shundoq huzur oladi. Ba'zida it mahbusning bo'ynidan oladi. Ish o'lim bilan tugaydi. Lekin it odamni yemaydi. Qinini yalashi mumkin. Bu holat it bilan odamni yolg'iz qoldirganda sodir bo'ladi. Hozir bu kamirda yana ikki mahbus bor. Ular odatda Abdullah kabi yangi kelganlarni itning og'zidan qutqizib qoladi. Hozirmi ularning biri chaqqonlik bilan harakat qildi. Rangi oqargan, vujudi yuzi qonga milangan Abdullah cho'nqur bir his bilan bearam bo'layotdi. Halbuki Allah uningdan shu damda qo'rqishni ko'tarayotgan edi. Uning ko'zlari ochiq bo'lsa-mu ko'rmaydi. Quloqi ovozni anglamaydi. So'zlarning ma'nolarini tushunmaydi. Vahshiy it zanjirni shildirlatib, uning burni uchiga kelib qovishsa-mu, ozroqmi qo'rqmagan edi. Igiz Gundubay eshikni yopdi. Eshik qapqaqi taraqlab o'z o'rniga tushishiga neri tarafda o'ltirgan mahbus itga qarab, past ovozda qat'iy buyruq qilib, "Yo'lvas, jim bo'l", dedi. It mahbusga qaradi-da unini o'chirdi. Keyin yavaşlanib neri ketdi. Tamning bulong'iga berib yetib oldi. Abdullah hushidan ketmadi, ammo hislari qalaymaqan edi. Shundoq bo'lsa-mu, u yana tezdan aqlini yig'di. Asta o'ltirib uxtardi. "Ismim Davud", dedi itqa buyruq bergan mahbus. Uning ham ahvoli qo'shni kamirdagilardan farqlanmaydi. O'sib ketgan chas soqollar, chul-chul bo'lib ketgan kiyimlar, yarining izlari bor edi. "Birodar, bu itni qattiq nom berib qo'lga o'gatdik. Buni Igiz Gundubay bilmaydi. Uning oldida itga faqatlab buyruq bermaymiz. Men Sulayman", dedi Abdullahni qutqazgan mahbus kulimsirab. "Bizga o'xshash birodarlarni bu yerga ba'zida elib keladi. Kuchlik bo'lganligim uchun ularni itning og'zidan qutqizish mening ishim. 4 yildan buyon mushu zindonda unutilib ketganman. Hech kimning ishi yo'q mening bilan. Ishi bo'lmagani yaxshi", dedi Davud bir burda qatqan nonni itga berib. "Zikr ibodati o'ldiraveramiz. Bu shundoq zindonki maxsus jazo zindoni", tushuntirdi Sulayman. "Bu yerning har bir xonasida alohida jazolar bor. Ko'rgansiz, birida zanjirda bog'laydi. Zanjir hech echilmaydi. Birida mana mushundoq it, bo'ra, hatto ayiq bilan qoldirishidir. Endi mana mushundoq hayvon bilan qoldirg'ini ba'zi vahshiy odamlardan ko'ra shu hayvonlar yaxshiroq. Yana birida mixlarning to'piga qaratib qeqishgan. Birida bo'lsa chayonlar to'ldirilgan. Birida yilalar, boshqasida zaharlik moddalar sepishidi. Biroq hammasiga ko'nib ketishimiz mumkin. Ajal yetmasa yashayverdik. Allohim iymondan ayirmasin." Abdullah charchagan edi. Yotgan joyida ko'zi yumilib ketdi. "Birodarimiz charchabdi", dedi Davud uningga qarab. "Uxlaversin, qolgan gaplarni keyin qilishimiz." Abdullah tushida namoz o'qish uchun jaynamozga o'ltirdi. Qiyamda turgan edi, jaynamaz havoga ko'tarildi.
Abdullah ceynimaz ustida atrofni tomosha qilib huzurlandi. Ko'k osmon, yengil shamolda pastdagi yeshil daraxtlarni tomosha qildi. Ceynimaz uchib katta bir masjid hovlisiga qo'ndi. Abdullah masjid xonasiga qadam qo'ydi. Xonaqoning yerga gilamlar to'lgan, tomlari har xil rangda, gumbaz nihoyatda haybatlik, ustlari naqshlik, mehrobi shundoq chiroyli, takchilarda kitoblar, shamdonlarda shamlar. Abdullah ichida nihoyatda cho'nqur hayajonni his qildi. "Alloh", dedi ko'ksini to'ldirib. Xonaqoning gumbazlariga va tomlarga bu so'z urilib, hamma tarafdan "Alloh, Alloh" degan aks sado yangradi. Namoz o'qishim kerak deb o'yladi Abdullah. Mehrobning oldiga namoz o'qish uchun qaradi-yu, mehrob oldida mukchiyib o'ltirgan, beshig'i qora salla o'rg'an odamni ko'rdi. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmdan qochib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubashrasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن سلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 12-qism. Subhanalloh dedi-yu shu tarafga mandi. Qora sallilik odam uning kelayotganligini ko'rib o'yrildi. Abdullah uning yuzini chalib puchuqlab ko'rdi va uyg'onib ketdi. Ko'zini ochibla butun badanining bearam bo'layotganligini his qildi. Qorong'u kamir sesiq puroqning makoniga aylangan edi. Biroq bu sesiqchilikqa to'lgan zindonda uzun yillargacha chiqolmayotgan odamlar bu puroqni sezmasligi mumkin. Dimoqlarga bu puroqlar asta-asta singib ketdi. Halbuki uning o'pkalari bu havoni yaxshi qabul qilmoqda edi. Abdullah o'rnidan turdi. Bir bulungda Davud uxlayotgan ekan. Abdullahning turg'unini sezib, u ko'zini ochdi. "Ha, birodar", dedi u beshini yenik ko'tarib. "Namoz o'qimoqchi edim", dedi Abdullah. Abdullahning ovozini anglab, it yana harakatlandi. Davud itga buyruq qilib: "Yo'lbos, bu o'zimizning birodari, jidal chiqarma. Tushundingmi?" It gapni tushungandek beshini ikki oyoqlari orasiga qo'ydi. Davud bo'lsa, ichini uyib, ko'zi shakliga keltirilgan yog'ochni Abdullahga uzatdi. "Ichida suv bor, iching va tahorat qiling. Har holda suyimiz bor." Abdullah chin qalbi bilan tahorat oldi. Badanidagi jarohatlari uningga og'riqni his qildirmadi. Suv bilan yo'g'onligi uchun terilari nafas olgandek bo'ldi. "Qibla qayerda?" deb so'radi keynidilla Davuddan. Sulaymon bo'lsa uxlayotgan edi. Aslida Sulaymonmi uxlamagan, balki ko'zini yumib yotgan ekan. Qamoqda shundoq, ko'zini yumib xiyol so'rib yetishmi bir mashg'ulot. Davud eshik tarafni ishorat qildi. "Mana bu tarafga, sal chetga qarab niyat qilavering." Abdullah ko'nglida nafl namozga niyat qilib, takbir uchun qo'lini ko'tardi. 2 rakat namoz o'qidi. Salom bergach, zikrlardan keyin qo'lini duoga ochdi. Bu shundoq duoki,
Abdullah kelgusida bu duoni qayta tepishni, bu duoda so'rg'anlarni keyin qayta so'ray olishini, bu duo uning simobdek erib turgan qalbining haroratini qayta bu nuqtaga chiqamdi chiqmamdi bunisi natayi. Kelgusida Abdullah har qitim ibodatga turganda qalbida hozirgidek yaxshi holatni va yolvurishni topolmayotganligini his qiladi. Allohga nemishqa yolvormasin. Chunki qorong'u kamir teshida zolimlar eziqib yurgan bir pallada, kamirning bir tarafida vahshiy it, yana bir tarafida mazlum musulmonlar ezilgan, g'irib muldirlab o'ltirgan bu holatda o'qigan bu namozi, qilgan duolari bir umr yodida qoladi. Her daim bu ibadatini, bu ibadatdagi lazzatni eslab ko'zlaridan yosh to'kiladi. Chunki bu ibadatda hech qanday riyo yo'q edi. Qalaymagan xiyol yo'q edi. Albatta u hozir o'z-o'zidan ajablanadigan holda emas. Uning o'zini maqtash, faxrlanish haqida xiyolmi qilolmaydi. Albatta u hozir bu halokatlar ostida faqatla iymonini saqlashdan boshqa tevishni o'ylamaydi. To'g'ri. Abdullah ko'p mushaqqatlarga uchraydi. Eg'ir sinoqlarni beshidan kechiradi. Biroq har bir sinoq uni kuchli qilganga o'xshash, qalbida Robbiga bo'lgan taslimiyatini amaliyotga o'zlashtirgan o'z-o'zidan minnatdor bo'lib, bu holatidan rozi bo'lishdek bir xatarizga yuzlashmiki bor. Hamda u bu zulmdan g'olib kelishi, hamma ishlarni Robbisiga topshirishi lozim. Ey olamlarni yaratgan zot! Naq shu so'zlar Abdullahning yuragidan etilib chiqdi. Bu so'zlarning etilib chiqishi va ko'zidagi yoshlarning to'kilib yomg'ir kabi eqishi bir bo'ldi. Ey marhamatli Robbim, sen izzat sahibi bo'lgan azizsan. Sen boshqalarga izzat beradigan zotsan. Qalbimdagi har bir holatdan xabardor al-xabirsan. Mening ichimni ko'rib turgan al-basirsan. Sözlerimni hammadan ko'ra yaxshi anglaydigan, hech bir kim anglamasa, anglashni biladigan as-sami'san. Dardlarimga davo beradigan hech kim yo'q. Sen ash-shahidsan. Marhamat qiladigan biror zot yo'q. Sendan bilak. Sen ar-rahmansan. Gunohlarimni kechiradigan al-g'afursan. Al-afusan. Do'stlarim yo'q. Yer yuzida biror insonim yo'q. Biror do'stim yo'q. Sen al-valisan. Sen dostumsan. Senden bilek yardım biridigini yo'q. Sen al-nasirsan. Ayıplarım içilsa, senden özge bekitkuchim yo'q. Sen al-satarsan. Qiyomat kuni tirilganimda jinimni qutqizidigini yo'q. Sen barsan. Oxiratda iymon keltirib solih amal qilganlarga rahmat ko'rsatguchi ar-rahimsan. Ya Allah, ebedi ebed tirik bo'lgan al-hayy. Ey ebedi ebed ölmeydigan, uxlamaydigan al-qayyum. Ey canlarını alıdigan al-mamhid. Ey can bəxş edidigan al-mahid. Ey her işini hikmet bilen qılğıcı al-hakim. Ey kafirlarının küfrige, müşriklerinin şirkige sabır etkici al-sabur. Ey her bir işini yumşaqlıq bilen ada qılğıcı al-halim. Ey hiç nersige bihacet bulgan mükemmel, başkalarının hacetini rava etkici as-samid. Ey günahı köp bendelerini keçirim kıl, dozaqdan aman saqla, cennetlerge kirgizgici el-karim. Ey barıcılarga salametlik ata etkici es-salam. Ey hemişe her qandaq nuqsandan balalardan salamet bulgan es-salim. Ey kafirlarga qahr qılğıcı el-qahhar. Ey canlarını qabzi ruh qılğıcı el-qabiz. Ey barcha ish qo'lida bo'lgan rahimliklarning rahimligi, kiremliklarning kiremligi, adolatliklarning adolatligi bo'lgan zot, zolimlarni xor qilib, mazlumlarga nijot berguchi zot, elayotgan nafsimni, o'ylayotgan o'yimni, tumurimdagi qonning eqishini, qinimdagi hujayralarning harakatini yaratgan al-bari, al-xoliq. Senin o'qishing yo'q, sening tang tushing yo'q, sening sheriking yo'q. Sen nuqsonlardan pak, sen kamal tepishdan paksan, sen oliysan. Allah'im, men senin bichara hol kesel bendem. Xatolarımni sanasam sanati yo'q. Ko'zimga dunyolar qorong'i bo'ladi. Halbuki sening ne'matlaring ozlab qolmaydi.
Halbuki senin merhametin cheksiz. Qishingdiman Allohim, beshim yerda, jinim qo'lingda. Tenimdan xohlasang jinimni ol. Beshimni uz, qinimni yerga oqqizg'in Allohim. Sen bergan taqdirga roziman. Sana asla isyon qilmasligim uchun o'zing yordam ber. Meni yolg'iz holimga tashlab qo'yma. Allohim, dushmanlar qo'lida meni xor qilma. Allohim, imonimni hamisha salomat saqla. İmanımni hamisha ziyoda qil. Allohim, haq seninkidir. Menga haqni ko'rsat. Meni haq tarafga yo'lla. Allohim, botilni sen yaratgansan. Allohim, ko'zimga botilni ko'rsat. Meni uningdan yiroqlashtir. Allohim, menda na ilm bor, na hikmat bor. Allohim, menda na xayr bor, na yaxshilik. Allohim, men faqat gunohlardan iboratman. Jinimga azor yetsa uni qutqizishni ko'yib tushiman. Sana tövbe qilib, tövbemga hamisha xiloflik qilaman. Na tövbemda tuturuq bor, na taqvoliqimda ma'no bor. Allohim, o'qigan namozlarimda na huzur, na yaxshilik. Allohim, zakot berganimda minnat. Allohim, ro'za tutqunimda hamisha ma'siyat. Allohim, hajga borganim bir sayohat va bir tijorat. Allohim, xayr ishlarimni o'zimdan ko'rdim. Kechir, u ishlarni mening ishlarim deganim uchun kechirgin. Allohim, o'zimga, husnimga, quvvatimga, nafsimga mahliya bo'ldim. Kechir. Allohim, ne'matlaring shukrisa ado etmadim. Allohim, seni qo'yib mahluqotlardan qo'rqdim. Tavakkulni tashlab sabablarga yepishdim. Meni kechir. Allohim, seni unutdim. Meni kechir. Allohim, na so'zimda ishonch, na ko'zimda xushallik bor. Allohim, qalbimda toqat, na jismimda itoat. Turgan barg'anim xiyonat, sadoqatdan asar yo'q. Allohim, kichikkina ibodatimni tavdat ko'rdim. Taqdak gunohimni kichik bildim. Yo'lingda mushaqqat chekishdan qochdim. Hamisha nafsim uchun amonlik istab, yo'lingda qurbon bo'lishni o'ylamadim. Allohim, meni o'z yo'lingga qurbon qil. Bu qurbonlikni o'zing qabul qil. Allohim, kofirlarning oldida meni xor qilma. Ularning zulm qilishlariga yo'l qo'yma. Allohim, xiyonatkorlarni mendan uzoq qilgin. O'z do'stlaringni menga yaqin ayla. Allohim, qo'rqqanlarni menga yaqinlashtirma. Jasoratliklarning sabili qil. Allohim, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lida mang'uz. Uning xulqi bilan xuluqlandir. Allohim, hikmat sohibisan. Menga hikmat ato qil. Allohim, menga afuchanlikni ber. Allohim, qalbimni o'zingga bo'lgan iymon bilan to'ldirib, o'zingga bo'lgan muhabbatni, siddiqni, itoatni bergin. Allohim, o'zing rozi bo'lmagan ishlardan meni saqla. Allohim, o'zing rozi bo'lgan ishlarga meni yo'lla. Allohim, mahluqotlaringdan meni qo'rqitma. O'zingdan shunday qo'rqitginki, bu qo'rqishning qishida boshqa qo'rqinishlar yo'q bo'lib ketsin. Allohim, o'zingni shunday so'ydirginki, bu so'ygi qishida boshqa so'ygilar do'st bo'lolmasin. Allohim, dunyo zinnatlarga meni ondandurma. Allohim, shayton hilalaridan meni g'olib qil. Allohim, nafsimning yovuzligidan meni saqla. Allohim, aqlimni yo'qotishdan, qalbimning berishdan saqla. Allohim, to'ymaydigan nafsimdan amin et. Allohim, ajilim kelgan chig'da iymonimni hamroh qil. Qishingda iymonim bilan yuzimni yo'riq bo'lib berishimni nasib ayla. Allohim, shayton hilalaridan meni g'olib qil. Allohim, nafsimning yovuzligidan meni saqla. Allohim, aqlimni yo'qotishdan, qalbimning berishdan saqla. Allohim, to'ymaydigan nafsimdan amin et. Allohim, ajilim kelgan chog'da iymonimni hamroh qil. Qishingda iymonim bilan yuzimni yo'riq bo'lib berishimni nasib ayla. Allohim, bir minutmi zikringdan sir etme. Allohim, qizg'anchiqlikdan, fitna fasoddan, maqtanchoqlikdan meni aman saqlab qolgin. Allohim, tinimni saqla, vujudimni rohat qil. Kambag'allikdan saqla, boylikdan berginki xayr saxovatim ko'p bo'lsin. Qalbimdagi himmatni yuqori qil. Cho'ngchilikdan saqla. Qalbimda dunyo va uningdagi narsalarning birasiga ozroq mohil qilib qo'yma. Allohim, kibrlik va takabbur bo'lib qolishimdan saqla. Allohim, sabrchanlik va kamtarlikni ber. Allohim, mening ixtiyorimda hech narsa yo'q. Mening qo'limda biror ish kelmaydi. Allohim, sening azimating, jaloliyating, qudrating,
büyüklüğüm, chegara bilmagan kabi mening ojizligim, gunohkorligim, xatokorligim, osiyligim cheksizdir. Agar sen menga rahim etib, dardimga chora etmasang halok bo'laman. İmanımni taqvo bilan zinnatla, hayotim islom bilan nurlandir. So'zi go'zal, amali xunuklardan etma. Haqda meni sabit qil, botilga moyil etma. Allohim, meni zaiflikdan chiqar, xorliqdan qutqaz. Allohim, meni sen rozi bo'lguningga yo'lla. Allohim, ota-onamga rahim qil. Ularni islomda, iymonda, ihsonda ayla. Hidoyatingdan ayirma. Ularning umrini uzoq, amallarini go'zal qil. İkki dunyoligini saodat bilan to'ldirib. Allohim, ahli oilamga rahim qil. Farzandlarimni adashtirma. Ularni fitnalardan omon saqla. Qalblarini iymon bilan to'ldir. Ularni hidoyatingdan ayirmag'in. Allohim, hayotlarga barkat va hidoyat ato qil. Allohim, musulmonlarga rahim qil. Sen o'zingga qulluq qilishni maqsad qilayotganlarning darajalarini ko'targin. Kafirlarning qo'lida xor qilmag'in. Zulm ko'rayotgan birodarlarimga rahim qil. Haqni so'zlashdan ojiz, ko'rashdan ojiz kelgan birodarlarimni kechirgin. Allohim, ezib ketayotgan musulmonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgin. Allohim, musulmonlar orasini isloh qil. Allohim, musulmonlarni fitnalardan omon qil. Allohim, musulmonlarning qalblarini o'zaro ulfat birodarlardan qil. Allohim, musulmonlarning qalblarida bir-biriga muhabbatni ziyoda ayla. Ularni bir-birini ko'rganda mehr bilan boqsin. Bir-birlari uchun jon milini ayamasin. Allohim, musulmonlarni xorliqdan qutqaz. Musulmonlarga quvvat ber. Islomga nusrat ato ayla. Allohim, musulmonlarga hikmat, taqvo, ilm, go'zal xuluq, go'zal amallarni ato qilgin. Allohim, yer yuzi musulmonlarning qo'lini ustun qilgin. Allohim, jumladan vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini zulmdan qutqaz. Allohim, o'zing har qanday balolardan ularni qo'ra. Allohim, o'zing Zulla Jalolul val Ikrom, sen o'zing Al-Hadisan. Allohim, o'zing An-Nursan. Allohim, xalqimga yordam ber. Vatanimni kofirlarning qo'lidan qutqaz. Faryod chekib zindonlarda yotgan, faryod chekib zindonlarda yotganlarga yordam ber. Allohim, beşimizden zulümni ko'tarib o'tgin. Agar sen xohlamasang, biz hech narsani xohlamaymiz. Agar sen ravo ko'rmasang, biz hech narsaga erisha olmaymiz. Allohim, qalbimda to'liq xatolik, aqlimda to'liq xatolik, yelkamda ig'ir gunohlar, qalbimni na kibrdan, na kazzoblikdan, na riyodan, na gunohdan xalos qila olmayman. Allohim, o'zing nijot ber. Allohim, qiyomat kuni o'z soyangdan o'rin ber. Allohim, savol javobimni oson qil. Allohim, do'zax o'tiga meni tashlama. Allohim, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafaatiga meni ravo ko'r. Allohim, jannating bilan menga rahmat qil. Allohim, jannatingda o'z jamolingni menga ko'rsat. Allohim, agar qalbimni yumshatmasang, u toshdan qattiq. Allohim, o'zingga bo'lgan muhabbatni solmasang, u muhabbatsiz qalbim muzlab turibdi. Allohim, hidoyat qilganingdan keyin noto'g'ri yo'lga sab qo'ymagin. Allohim, sen ne'mat berguvchilarning eng yaxshisi, Al-Vahhobsan. Allohim, bu dunyoning ham oxiratning ham yaxshiliklarini mukammal qilguvchisan. Allohim, duolarimni qabul qil. Ey olamlarning Robbisi va egisi bo'lgan Allohim. Abdullahning tilidan chiqayotgan bu so'zlar uning qalbidagi istiroq egisining engrishi edi. Yurkining ichidan kuyayotgan ochiq og'riq berishdan to'xtamay bir nido u so'zlar qiyofatiga ikki lav orasidan tashqari chiqib Allohning dargohi ketayotgan edi. Hech qanday to'solg'isiz, bir nurning tezligidan balki uningdan tez va kuch bilan ketayotgan edi. Aslida bu duolarning qalb ichidan eqib chiqishi Allohning rahmati bilan qabul shu hamon bo'lsa nima degan yaxshi ha. Abdullah bu iltijo duolarining qalbidan qandoq etilib chiqqanligini o'zima hayron edi. Robbining oldida mo'midek erib o'ltirdi. Albatta, u duoni tugitib o'rnidan turdi. Ruhi bag'itlar yengil edi. Endi u go'yo har qanday kurashga tayyor, har qanday sinoqdan g'olib. Shu paytda eshik taraqlab ochildi. "Chiq!" deb vaqirdi u. Abdullah cho'ng'iga xotirjam qaradi va u tarafga qarab mangdi.
cho'ng Guntupay ishkirdan chiqayotgan mahbusning to'satdan hayvatining oshqinini ko'rdi. Albatta cho'ng Abdullahdagi hayvatni hayvat deb o'ylamaydi. Faqat qop-quruq mingsida uning xo'riki o'sib qapti deb uning o'ziga xos bo'lgan xiyol qilishi tabiiy. Abdullah qomatini tik tutib chiqdi. Bu shunday hayvat bilan chiqdiki, uningga egil deb buyruq berishga cho'ng ojiz keldi. Ixtiyorsiz oldirab menib, past ovozda "Yur" deb yo'l ko'rsatdi. Abdullah cho'ngga qo'shimasini turib qaradi. Naq shu paytda u cho'ngdan faqatli qo'rqmagan edi. Ya'ni shu paytda u butun qalbi bilan Allohga bog'langan va u Allohning orqaniga mahkam esilgan edi. Abdullah keyniga qaytib chiqayotganligini bildi. Tik yurgani uchun hamma yerni yaxshi ko'zatdi. Tomlar qop-qora, qo'rqinchli, kishini vahimaga soladi. To'rislarda o'michik to'rlari, engirgan va qandoqdir chirigan tovushlar yangraydi. Jimjiqlikda yangragan har bir ovoz hamma yoqqa vahima soladi. Biroq Abdullah bu vahimalikni his qilmadi. Chiqish ishkiga borganda cho'ng "Hey" dedi. "Ha" dedi uning savol nazari bilan Abdullah. Cho'ngning beshi yo'g'on, ko'zlari pittak, qoshlari bakli shalong, hatto yo'q deyishga bo'ladi. "Qo'lingni orqa qilib ozroq egilibman, bo'lmasa meni jazolaydi" dedi cho'ng pichirlab. Abdullah yana avvalgi kameraga qaytib keldi. Kamerada yana kona pardada Haydar, Nayno va kichik bütün dunyoning siyosatlari ularga vazifa qilib qo'ygandek bir-biriga aql o'gitib o'ltirishgan ekan. Aslida aql o'gitayotgan odatdagidekla Haydar edi. Nayno oyog'ini ko'tarayotgan peti asnab xo'sh yoqmagandekla uni ma'qullab qo'ydi. Kichik og'zini ochib Haydarning og'ziga tikildi. Abdullahning kirishi bilan u tarafga o'rilib qarashdi. Nayno oyog'ini tushirib o'ltirib oldi. Abdullah qo'lini ko'tarib kamerdoshlariga "Harmanglar" dedi. Hech kimga ortiqcha e'tibor qilib ketmadi. Ahvol so'rashga qo'l uzatmadi. Yuqorisiga chiqib yotadigan joyiga o'rindi. Uning badanida max sanjig'an joylar ko'rinib turardi. Haydar levini tishlab, ichingandek beshini lingshtib qo'ydi. Nayno bo'lsa ishik tigiga berib taqlatdi. "Endi anglanglar" deb kichik so'zining kelgan yeridan voy sashga tushdi. Haydar shundoq qilib dunyodagi eng buyuk davlatlar ichida Xitoy eng buyuk, eng kuchli, eng qudratlidir deb atadi. مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intiladi ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن صلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. 13-qism. Bilamsan shuni? Rossiya va Amerika Jungo bilan hamkorlashib ishlaydi. Chunki Jungoning mahsulotlari dunyo bozorini egallab bo'ldi.
Osiyoni Jungusiz tasavvur qilish mumkin emas. Junguning armiyasi, sanoati, xalqi ishlab chiqarishda intayin mahir. Hatto siyosat masalasidami bizning hukumatdan butun dunyo o'rnak olsa arziydi. Ba'zilar bizga Yevropaning siyosatini maqtashidi. İnsan huquqlari beshinga balo bo'ladi deydi. İşini qilsin ular. Bugun puling bo'lsa, sen inson, sen huquqliq. Ba'zi xoinlar Junguda demokratiyani o'rnatamiz deydi. Yevropa ichidan sesib bo'ldi. Hamma tarafni vatansizlar besib ketdi. Jungu buningga yo'l qo'ya olmaydi. Jungu tarixda bo'lib o'tgan ishlarni yaxshi o'rganib, kommunizmni tanlagan. Eng buyuk g'oya inson ozodligi. Shundoq Jungu rahbarlari mamlakatni gullantirdi. Jungu xalqi to'limi mehnatkash. Ba'zilar Junguda yashamoq tez, yashashga sharoit yo'q deyshidi. Xoin, nonko'rlar. Yaxshi ishla, mehnat qil. Barcha rohat sening bo'ladi. Hozir butun dunyodan Junguga kelib yashashni hamma odam orzu qiladi. Bizning Uyg'urlardanmi ba'zilari ahmoq. Xitoydan ozod bo'lish kerak deydigan toyiblar chiqibdi. Undaqlarning o'rni turma, zindon, o'lim, darg'a esish, etish. Chunki Jungudan bo'linib chiqish o'lim bilan barobar. Agar Junguning qo'l ostida bo'lmasak, Rossiya bizga hujum qiladi. Amerika besib verishga o'rnadi. Jungu bo'lsa bu balolardan bizni qo'g'dab turibdi. Hamma narsaga yo'l bor. Kommunizm siyosiy xudoni inkor qilsa-mu, masjidlar ochiq turibdi. Uyg'urlar va boshqa musulmonlar hajga beryapti. Qur'onlar bozorlarda kengri setilyapti. Tinch, xotirjam yashayapmiz. Yana nima kerak? Ablah, vatan xoinlari Jungudan Uyg'urni ozod qilaman deydi. Biz erkinmiz. Bundaq ozg'unlar yig'ilish o'rinlarda to'lib yetibdi. Barsan ko'rasan. Butun dunyo Junguga tan beradi. Bu noto'g'ri ta'riflashlar Abdullohning quliqiga kirmaganligidan Haydarning xabari yo'q edi albatta. Abdulloh xotirjam, qalbi rohat edi. Kecha kunduz to'xtamaydigan, kechalari tamlarni ko'ydirib tashlug'ida qiyin qistoqlar, nola faryodlarni anglab turib, butun qalbi bilan Allohga bog'lanadi. To'xtamay istig'for aytadi. Robbisidan mazlumlar uchun yordam so'raydi. Oradan bir oy o'tib, Abdullohni sudga chaqirdi. Sudchi, advokat va so'roqchini qayta ko'rmadi. Abdulloh shundoq o'ylashida turmi binosi ichida sud zali bor ekan. Chunki u qandoqdir qo'shtirnoq ichidagi ko'rinmas kuchlarning turmi ichidagi tuzukrak kamerdan birini ozroq remonat qilibla sud zaliga aylantirish haqida buyruq berganini bilmaydigini aniq. Ashu kuchlar Abdullohni qamoqdan chiqarmay, udulla yig'ilishga elib berish va u yerda qattiq nazorat ostida saqlash haqida qaror qilgan edi. Abdulloh sudga hozirlan degan buyruqni anglab, qandoq hozirlanish to'g'risida o'ylandi. Uchisidagi kiyimni qayta yuvib, quritib kiyib yuriyotdi. Tashidagi kiyimini yuvsa, ichki kiyimi bilan o'ltiratdi. Ichki kiyimini yuvsa, tosh kiyimida. Gundupaylardan biri ustur berib, burut soqollaringni ol, dedi qo'pollik bilan. Abdulloh Gundupayga tikilib qaradi va usturni oldi. Kamerda aynak va supun yo'q edi. Muzdek suv bilan o'sib ketgan soqolini yuvdi. Usturni sovib patrub Abdulloh soqolini tegi bilan elishga tirishdi. Haydar Nayno kichikning nazarida Abdulloh humiyib beparvo holda soqolini qiriyotgan edi. Amaliyotda u qalbini istig'for bilan to'ldirdi. Allohim, sen mening Robbim, Parvardigorim, tarbiyachimsan. Sendan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan iloh yo'qdir. Sen meni yaratding. Men sening qulingman. Men sana bergan ahdam ustidaman. Sana bergan va'damni, quvvatimning yetishicha imkonimning boricha o'zimni butunlay adab amal qilishga tirishaman. Xato qilmishlarim va gunohlarimning yomonligi o'zimga yetishidan qo'rqaman va o'shu yomonlikdan qochib sening panohingni so'rayman. Sen o'zing menga cheksiz ne'matlarni ato qilding. Mehnatsiz bergan barcha ne'matlarni e'tirof qilaman. Tan olaman. Sening yoningda, sening ko'zing oldida, sen ko'rib turgan holda qilgan barcha gunohlarimga iqrorman. Allohim, meni kechir. Haqiqatan sendan boshqa gunohlarni kechirguchi hech kim yo'q. Faqat sen gunoh masiyalarini kechirguchi zotsan. Abdulloh soqolining hammani qirib bo'lmag'icha istig'fordan to'xtamadi.
u shundoq istig'for bo'ldiki, faqat Alloh va uning ikki olqini orasida edi. Abdullohning sudga chiqayotgandagi tik qaddi, dodil qadamlari Gundupaylarning qalbiga tushuniksiz bir qo'rqinch elib kirdi. U qo'rqinchni ular qandoqmi tushunsin? Ko'r bo'lgan qalbning ko'zi na yo'riqni, na zulmatni ayriya oladi. Bu mahbusga unlik ovoz yoki qo'pol so'z bilan muomala qilishga qandoqdir bir kuch yo'l qo'ymadi. Sun'iy hazırlangan sud zaliga Abdullohni elib kirdi. Sud zali ajablanarli bo'lib, egiz qilib o'rnatilgan ustalda Uyg'ur sudchi qo'l qo'shtirib o'ltiribdi. Ikki yon tarafida ikki nafar xalq maslahatchilari. Turma inson tuyg'ularini o'zgartirdi. Mahbus ko'z oldida ko'rgan hamma narsalarni yipidan yengisigacha mangasiga xotirlab oladi. Menga nihoyat tezlik bilan bu suratni tahlil qilib chiqalaydi. Abdullah sudchini uyqusiga qinib chiqqan deb o'yladi. Biroq hayron qolarligi maslahatchilarning ko'zlari ishib ketgan. Ular uxlamagandek ko'rinadi. Tayib sapoda tong otqizgan bo'lsa kerak. Ayıpligicha dushmanga qo'shin tortib chiqqan sarkardaga o'xshash jangovar holda ishiga kirgach, Abdullahning orqasidagi o'rindiqda o'ltirdi. Eshikdan "Men advokat" degan ovoz anglandi va Tublibek oldirab kirib keldi. Abdullah ko'z qiri bilan Tublibekka qarab qo'ydi-yu, ancha e'tibor qilib ketmadi. Zalni to'ldirganlar Abdullahning ko'ziga bir qalbdan chiqarilgan tumir qo'nchoqlardek tuyuldi. Yuzlari bir xil shaklda qirib siliqlangan zangoqlar, ma'nisiz qarab turgan quruq ko'zlar hissiz edi. Abdullah tamg'a yulandi. Yuzlari suzunchoq, o'ltirgan yerida no'chiliqi chiqib turgan qo'llari yo'nliq sotchi Abdullahga qo'shimisini turib qaradi. Uning tajribasiga qaraganda buningdek hakavur mahbusni tunji qatim ko'rganini xiyolidan o'tkazdi. Bu irodani sundirish kerak. Albatta sundirish kerak. Ammo bu mahbusning burni osmonda, xuddi jinini tikib qo'ygandek. Sotchi o'z o'yidan o'zi qoyil bo'lgan holda lavlarini midirlatdi. "Demak, sotni boshlaymiz", dedi sotchi zalga qarab. Abdullah bo'lsa ko'zini o'zining oldidagi uyga tikdi. Havo qandoqdi? Sovuqmidi yoki issiqmidi? Odamlarning kiyimiga qaraganda sovuqdek qiladi. O'rnib olganini ko'r bularning, dedi u o'ziga o'zi. Sotchi bo'lsa mahbusni tunishtirayotgan edi. Abdullah Yarqin, İbrahim Yarqinning o'g'li. Yashi 32 da. Turk vatandoshi. Asli Uyg'ur qochqin. Otasi bilan buningdan 25 yil ilgari Jungo chegarasidan qonunsiz ravishda chegarani buzib qochgan. Sotchi yana bir nimalarni gap qildi. Abdullah esnadi. Ko'zini yumib echib, yelkisini kerib badanidagi qonni yurishtirgandek harakat qildi. Mahbus o'ltirgan tarafning ustida turgan Gundupay ko'zlarini ola chekman qilib birdan sotchiga, birdan Abdullahga qaradi. Sotchi sotlang'uchiga savol berdi. "Abdullah endi uyqudan uyg'ongandekmi nima? Sotlang'uchi uxlayapsiz?" dedi sotchi zardi bilan. "Yo'qay, sizlarni uxlayapam degan deyman", dedi Abdullah. "Tushunmadim", dedi sotchi hayron bo'lib. "Hech narsa, so'ravering. Nima kerak sizga?" dedi Abdullah. Sotchi mahbusning uni mazoq qilayotganini sezdi. Hatto buni o'ltirganlarmi sezgan edi. Albatta buni azroq aqli borlarning hammasi tushunadi. Bu yerdagi Gundupaylar va kuch ishlatib aqlini unutgan zolimlarning hammasi bundoq holga tunji qatim uchrayotgan edi. Albatta bundoq sudlarda hammasi izak va yig'lamsirgan holda turadi. Ammo bu holat sudchi uchun bu bir mazoq edi. U xiyolini yig'ib Abdullah qarab birer hujumni boshlash uchun savolini takrorladi. "To'y qilganmisiz? To'y qilganmisiz?" Sotchining gapini takrorladi Abdullah. "Siz bilmamsiz. Qo'lingizdagi ovu qalam bilan hujjat ichidagi qog'ozlarda mening haqqimdagi ma'lumotlarni qayta so'rab, yibidan yanglisigacha yozgan. Shuningdan o'qib oling." Sotchi gangirab qoldi. Mahbus uning kutganidek emas, balki nihoyat xotirjam, xushal chiqqan edi. Sotchi gangirab qolganini chandurmay, "Ha, o'qib olaymi? O'qishga aqlim yetmay turgan edi", dedi. Sotchi mahbusning vujudidan etilib chiqayotgan nafrat oldida
o'zining ojiz ekanligini his qilgan holda atrofga qaradi. Hozircha uning bilan tang kelolmaydiganiga ko'zi yetib, ayiblugichiga mahbusning aybini o'qishga buyurdi. Ayiblugichi Abdullohga olib qarab qo'yib, ayib nomini e'lon qildi. Sotchi o'zini ko'rsatishga tirishib, takror ayblashni o'qib tugatdi. Sot sizga sotlang'uchi jinoyatingiz tafsilotini so'zlang dedi. Menimi? Dedi Abdullah o'rnidan turib. Maşallah. Maşallah kelimesi o'ltirganlarga o'qdek sanjildi. Hamma turib ketdi. Abdullah hamma odamga birma-bir qarab, dodillik bilan va yuqori ovozda so'z boshladi. U gap qilayotganda ig'izi ochilib, har bir ig'iz so'zi jaranglab chiqyotdi. Mendek gunohkor qulni islom bilan ne'matlantirgan, iymon bilan nijotlantirgan Allohimga cheksiz hamdlar bo'lsin. İslamni yetkizib, iymon tarbiyasini bergan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Sotchi Abdullohga gap qilgach, bolqisi bilan ustalga bor kuchi bilan urdi. Ayiblugichi yana o'rnidan turib ketdi. Qolganlarning hammasi isini yo'qotib qo'ydi. Bo'ldi qiling mahbus, bu sizga diniy majlis emas, dedi sotchi qizirib. Abdulloh kuldi. Men jinoyatchi emasman. Gapimni anglanglar. Gifimni anglang, dedi vaqirab. Shaytonning kayniga kirmanglar. Sizlar hammanglar yolg'onchi ekansizlar. Davlatinglarda qonun yo'q, qoida yo'q. Zolimlar xohlagan ishlarni qiladi. Xalqning qinini ichidi. Xalqni aldaysizlar. Hukumatda turgan biror inson xalqning dardini o'ylamaydi. Mening ustimga yolg'on jinoyat ortiyotsizlar. Mening jinoyatchi emasligimni sizlar yaxshi bilasizlar. Nahaq qolmaganinglar sizga kunduzdek ochiq. Hech qaysinglar meni jinoyatchi deb bilmaysizlar. To'pingizda turgan boshliqlaringiz meni qamash buyrug'ini berdi. Qamaysiz. Bilinglarki, men degan musulmonman. Musulmonni Allohning o'zi qo'g'daydi. Yolg'iz va chorasiz qo'ymaydi. Meni o'ltiramsiz, osamsiz, so'yamsiz, zindonda 1000 yil qo'yib qo'yamsiz, menga farqi yo'q. Men o'zimni o'lgan deb hisoblayman. Sizlar albatta bu dunyoda xor holda qilib jazolansizlar. Qiyomatda bo'lsa o't kuysizlar. Hile mekir bilan to'lgan bu so'tingizni tugiting. Sizlar oldin bekitib qo'ygan qamoq muddatini ayting. Menga o'xshash minglab, 100 minglab, millionlab Uyg'urlarni, musulmonlarni, mazlumlarni azoblayapsizlar. Ogoh bo'linglar. Buning bedelini albatta to'laysizlar. Biz o'lsakmi qonlarimiz oqsimi, sizlarga jazo berguchi zot o'lmaydi. Hargiz o'lmaydi. Alloh buyukdir. Zaldagilarning hammasi qetib qarab qoldi. Abdullah gapini tugatdi. U qizirib ketgan edi. Yuzlari g'amgin holda joyida o'ltirdi. Sotchi beshini egib birdan sukut turgandan keyin qayta so'radi. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Sot savollarga javob berishdan bosh tortamsiz. Bosh tortaman. To'liq takror ayting. Sot savollarga javob berishdan bosh tortaman deb. Sizning sotingiz hiyla mekrlik sot bo'lganligi uchun savollaringizga javob berishdan bosh tortaman. Yaxshi. Undaqda siz bilan tartishib o'ltiradiganға vaqtim yo'q, dedi sotchi o'rnidan turib. Hamma o'rnidan turdi. Abdullah o'rnidan qo'zg'almadi. Billa o'ltirgan ayiblugichi, "Qancha so'raysiz?" Ayiblugichi xushallik bilan yelondek to'lg'anib, "Bir umrlik qamoq jazosi." Shundaqmi? Xalq maslahatchilari fikrimga qo'shilsa nima degan yaxshi. Men sotlang'uchi Abdullah Yorqin savollarga javob berishni xohlamagan. Sot ishini buzgan. Sot raisi va a'zolarni masxir qilgan. Sot jarayonida diniy targ'ibot elib borganligi uchun Jungo xalq hukumati nomidan hukm o'qiyman. Abdullah Yorqin 30 yil muddatsiz erkinlikdan mahrum qilinsin. Jazoni eng og'ir turdagi turmada o'tsin, dedi. Bu voqealar bak qisqa vaqt ichida yuz bergan edi. Sotchi gapini tugatdi-da, "Mahbusni ko'zimda yo'qitinglar", dedi. Gundupaylar Abdullahni silkib bittirib, so'rab elib chiqib ketdi. Sot zalining ishki yepilishi bilan Abdullah beshiga tekkan zarbidan teyilib yiqildi. Abdullah ovoz chiqarishga ulgurmadi. Uni butunlay urib olgan gundupaylarning tayoq to'qmoqlari tegishga boshladi. Abdullah o'ziga tekkan og'ir tayoqdan 3 yoki 4ni his qildi-yu, orqadilla hushidan ketdi. Hushsiz yotgan mahbusni gundupaylar tayoq bilan oyimay urgandan keyin so'rab pastki zindonga elib ketdi. Abdullah o'lik yo tirik bo'lsin, shu kechada yig'ib olishning eng og'ir turidagi qamoqxonasiga tashlashi shart edi.
u ko'zini ochganda qandoqdir temir qapazning ichida silkinib ketayotganligini bildi. Shu paytda motorning guldirlagan ovozi to'rt tarafdan uning quloqlarini gaz qilayotgan edi. Uning butun badani ezib tashlangandek bo'lib, Abdullohning badani qon ichida, kiyimlari terisiga chaplashgan, quvurg'isi sungan, beshi yarlangan, ichki a'zolarining zaxmlanganligi ma'lum edi. Abdulloh shuningdan keyin u toki yig'ib olish o'rniga berib bo'lguncha hushini yo'qotib, hush kallasini yig'ib bo'lolmadi. Ular uzun mang'andan keyin qayerdadir to'xtadi. Abdulloh suzilib yotgan temir qapazning bir tarafida ekan. Taraqlab eshik ochildi. Abdulloh eshik tarafga qaramoqchi bo'lib o'rilgan edi. Cho'ng bir ustixonliq soqchi kirib keldi va Abdullohning qo'lidan so'rab elib mangdi. Abdulloh tushuniksiz bir holda uningdan qutulmoqchi bo'ldi. Buni ko'rib soqchi sherikidan qor holda elib Abdullohning beshiga kiygizdi. Arqon bilan putlarini bog'lab ching tortdi. Abdullohning badani yerni supurib mangdi. Soqchi mashinasining palanpaylariga urilib yerga tushdi. Beshi yerga urilib gus-gus ovoz chiqdi. Soqchi va sherikining yordamida Abdullohni arqon bilan so'rab mangib, mahbuslarni to'shiydigan poyezd bo'ligi oldiga keldi. 2 qadam mangbayla yerdagi toshlar maydalariga besilib, axlat chavallar Abdullohning qonliq ko'ynikiga yepishib qolgan edi. Agar Abdullohning hushi joyida bo'lgan bo'lsa, beshiga xalta kiygizilgan va mukchaygan holda yoshirinchi poyezdga ittirib, qamchilab elib kirilgan yana o'nlab, yuzlab jinoyatchilarni ko'rgan bo'ladi. Jinoyatchilarni yig'ib olish o'rniga opiradigan temir poyezd ichining bir tarafini yo'l, bir tarafi bo'lsa 3 qavatli vagonlar. Vagonlarda mukchaygan mahbuslarni ustiga tashlangan edi. Ha, shundoq. Ustiga tashlangan. Xuddi kesakni ustiga qo'ygandek. Hamma mahbuslarning boshlarida xalta. Harakat qilishga mag'dur yetmaydi. Abdullohni xuddi shulardek egib qatlab vagonga tiqib qo'ydi. Abdulloh hushsiz yotadi. Uning mingisi ishlayotdi. Fikr qilyotdi. Ko'zlarini ocholmog'idek darajada ishiq bo'lsa-mu, quloqlarining ichiga qon to'lib qetib qolgan bo'lsa-mu, ovozlarni mingisi aniq va ro'shan tushunadi va tahlil qiladi. Halbuki jini chiqib ketadigandak badanidagi og'riqlar shu qadar kuchaydiki, mingisi bu og'riqni qabul qila olmayotdi. Poyezd 3 kun mangdi. 3 kungacha mahbuslarga bir tomchi suv yoki bir parcha nonmu bermadi. Qo'llari orqaga qayirib bog'langan, gajgilari to'pidagi to'siqqa tegib, buklanib o'ltirgan odamlarning nafaslari bo'g'ildi. Holsizlandi. Bir necha kishi jon berdi. Tiriklar chala o'lik holga keldi. Shundan keyin poyezd Uyg'uristonning shimoliy sharqidagi Yezi rayonining ichidagi birinchi bekatda to'xtadi. Bekatda kulrang soqchi mashinalari bak ko'p edi. Ularning kuzoblari 4 burjak bo'lib, temir kuzobda barmoq patqudek yermi yo'q. 10 soqchi mashinasining ichida 9 kulrang, faqat birisining qip-qizil rangligi ko'zga cheriqib turadi. Xitoy askarlar beshiga xalta kaydirilgan mahbuslarni xaltini so'rganga o'xshash so'rab tushirishga boshladi. Bekatdagi bir qancha harbiy va doktorlarmi nimalarnidir ko'tardi. Elib tushayotgan mahbuslarni doktorlar beshidagi xaltini sal ko'tarib, bo'ynini echib, barmoqlari bilan tekshirishga boshladi. Ularning o'lik va tiriklikni ayirish kerak edi. 10 vagonliq poyezdda 1000 nafar mahbus keltirilgan edi. Tibbiy tekshirish bilan ularning ichidagi 253 odamning jonsiz ekanligi tasdiqlandi. Yeşil rangli soqchi mashinalari kuzoblariga o'liklarni tortib ustiga o'rinlashtirildi. Qistab har bir mashinaga 50 dan jasad sig'dirdi. 5 mashinani o'lik bilan to'ldirildi. Soqchi mashinalari ularni maxsus tajribaxonalarga elib ketdi. U yerda bu o'liklarni parchalaydi. O'liklarning har bir a'zosi tajriba uchun ishlatiladi. Muhim bo'lgan a'zolarni setishga ishlatiladi yoki jasadlar bilim elish uchun tadqiq qilish uchun ishlatiladi. Oh